Ko'rolmetni birinchi podkastiga xush kelibsiz. Bugungi mehmonlarimiz tajribali lor jarrohlar Husanbek aka va To'yxon akani chaqirganmiz. Assalomu alaykum. Bugun biz zamonaviy lor jarrohligi, unda qo'llaniladigan uskunalar, instrumentlar, sarf materiallari va lor jarrohligidagi dolzarb masalalar haqida gaplashamiz. Nimaga aynan lor jarrohligini tanlagansiz? Endi 10 qo'lli hurmatli va 10 qo'l qoidasidagi Husanbekdan boshlayveramiz. Assalomu alaykum. Avvalambor birinchi podkastga chaqirganingiz bilan iloyim bu narsa bardavom bo'lsin. 10-chi podkastda ham kelish nasib bo'lsin. Kelganingiz uchun rahmat, vaqt ajratib. Rahmat. Xo'p, albatta lor shifokori bo'lishimga sabab o'zi ordinaturaga, magistraturaga kirishimdan oldin har bitta sohani o'rganib chiqqanman. Qani borib ko'raychi o'zi ostida nimaligim deb. Traumatologiyaga borganman. Urologiya, proktologiyada ham yurganman. Oxiri shu lorga to'xtaganimda ancha qolib ketganman shu lorda. Keyin o'shanda bilganman, что da bu o'zimga to'g'ri keladigani shu ekan. Qiziqib ko'rib, keyin oxiri shu bilan qolib ketganmiz. Xudoga shukr. Achinmayman. Faqatgina agar hozir paytda misol uchun yosh bakalavr bitiradiganlarga so'raydigan bo'lsa, qaysi sohaga kirsam bo'ladi desa, misol uchun lorga deb aytaman birinchi o'rinda. Sababi o'zim shu sohadan maza qilaman. Ya'ni shifokorlarga yordam berishdan, shifokorlik deyman. Ya'ni bemorlarga yordam berishdan asosan yordam berganingizdan keyin sarz effektini olasiz. Shifokorga yordam beryapsan. Shifokor ya'ni bunday deyapsiz. Shu O'zingizga qiziq bo'lgan bu. O'zimga qiziq bo'lib, shu yo'nalishlardan ko'ra ko'proq qiziq bo'lgan. To'yxon aka, siz nima deysiz? Taklif uchun rahmat. Juda ham xursandmiz. Albatta bu suhbatimiz shifokorlarga, bemorlarimizga manfaatli bo'lsa, albatta xursand bo'lamiz. Shifokorlik sohasiga kirib kelish ajoyib bo'lgan. Chunki bir tomondan sulolaviy lor tog'ali kechgan, bir tomondan adamlar tadbirkorlik sohasi bilan tanlov bo'lgan. Westminster yoki Sanpi pediatriyaga. Chunki ikkita alohida yo'nalish. Shuni adamlar aytganlar, nima tanlasang ham ummatga, millatga foydasi tegadigan shaxs bo'lgan deb aytganlar. Shunda bar onal o'rni katta, farzand tarbiyasida, ta'limida ham, onamlarda ham o'zlari pedagoglar va qattiq o'qitganlar. Ingliz tiliga ham hammasiga urib o'qitadilar, qo'ymasdilar. Rahmat deymiz ota-onamizga shu kasbni tanlashda to'g'ri yo'l ko'rsatganlarida. Va shu ota-onam, asosan onam sabab shifokorlikka kirganmiz. Va biz o'xshanga o'xshab urologiyada yurmaganmiz. Konkretniy bo'lgan yo'nalish, chunki tog'lar hammalik lor. Shuning uchun shularga farzandim o'xshasin deb onam ham mediklar oilasida katta bo'lgan. Onam niyat qilib havas qilgandi. Oq xalatda yurasan, ertalab shu 8-9 ga borasan ishxonangga, 5-6 da qaytasan deb orzulik qilardilar. Hozir soat 6 da ketamiz ishxonaga, 7 da operatsiya boshlaymiz, kechki payt 9-10 da kelamiz uyga. Aytganlar. Boshlovchi qilgan ekanlar. Xudoga shukr, kasbimizdan xursandmiz. Albatta, ota-onamizdan, ustozlarimizdan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Chunki eng yaxshi narsa, eng yaxshi kasb bu siz o'zingizni qo'lingiz bilan, mehnatingiz bilan kimgadir yordam berishingiz, foyda keltirishingiz. Va men boshida xohlamaganman tibbiyot kirishni o'zi, odamni ketlardan ketaman deganman, lekin hozir hamma farzandimni doktor qilaman deyman. Hammasini. Tibbiyotga. Chunki foydasini ko'ryapmiz. Har tomonlama. Ham oilada, ko'chada, tanish-bilishda, bemor xursandchiligida, bemor oddiysi ota-onangizni duo qilib qo'yishida va rozilikda va kimnidir hayotini qutqarib qolsangiz, bu katta baxt. Albatta. Shuning uchun rahmat deymiz ota-onamizga shu kasbni bizga to'g'ri ko'rsatib berganligiga. Shuning uchun ota-ona aytganini qilish kerak. Ota-onani
ota-ona ko'rsatsa shunga qarab yurish kerak. Chunki ota-ona biladi, ota-onada shunaqa narsa borki, chutyo deydi-yu. Nima deydi? Sezgi deydimi buni? Sezgi va kelajagini ko'ra bila olishlik bo'ladi-da. Fahm farosat, o'sha kelajagini ko'ra bilishlik bo'ladi. O'sha ota-ona ko'ra bila oladi. Shuning uchun ham ota-ona bizda urf bor, turkiy xalqlarda ota-ona tanlagan qizga biz uylanamiz. Urfda bu. Endi saniki bilmadim tarixni. Urf bor, shuning uchun ham ota-onamiz bizga tanlab bergan kasb, shu lo'rlik kasbi. Shunaqa qiz aytganda shunaqa kirib kelganmiz lo'r sohasiga. Tushunarli, rahmat kattakon. Oxirgi 5-10 yil ichida lo'r jarrohligi qanchalik o'zgardi? Endi aytishimiz mumkin. Oxirgi 5 yil ichida ham agar 10 yilni oladigan bo'lsak, juda ham katta o'zgarish. Misol uchun o'zimdan kelib chiqqan holatda aytishim mumkin. Sababi o'zim ham davlat banksiyasida yurganmiz, praktika oshirganmiz. O'sha paytda to'g'risini aytaman, o'sha holatda ko'rib meditsinani tashlab yuborishimga ham ozgina qo'ygan shunaqa darajada. Hozir bo'lsa, mana 10 yildan oshibdi. Hozir bo'lsa, Tuyg'unxon aytgandek, o'g'illarimni ham doktor qilgim keladi. Kimgadir ham agar maslahat beradigan bo'lsam, doktor bo'lgan deyman. Shu darajada. Ya'ni hozirgi paytda aytishim mumkin, o'ylayman. Lo'r o'zim biladiganlarimdan, misol uchun lo'r to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, hozirgi paytda mana 21-asrda, mana 26-yilga kelib, deyarli lo'r operatsiyalariga chetga chiqib operatsiyaga muhtojlik yo'q. Ya'ni bemorlar hozir hamma operatsiya shu O'zbekistonda qoladi. Shu darajada. Bu narkozdan tortib operatsiyani kachutasiga operatsiyani uzoq oldingi paytda misol uchun 5 soatli operatsiya hozir deylik 1 soat, 1,5 soatga tushgan. Bu juda ham katta rivojlanish. 5-10 yillik orasida rivojlanish ikkiga bo'lsa bo'ladi. Bittasi ham amaliy, ilmiy tomondan. Ilmiy tomonni biz birinchi haddan ustun qo'yganmiz. Birinchisi bu bizda otolaringologiya va bosh bo'yin markazi ochilganligi. Bu markaz oldimizda bo'lmagan. Va shu prezidentimiz farmonlari bilan bu ishga tushdi bu. Bu katta yutuq bu. Ya'ni endokrinologiya markazi bo'lgan, ginekologiya bo'lgan, kardiologiya bo'lgan, sentrlar bo'lgan. Lekin lo'r sentr bo'lmagan. Nimaga? Markaz bo'lmaganda. Lo'rga muhtojlik ham bo'lgan. Yo'q. Ilmiy amaliy lo'r markaz bo'lmagan bizda. Masalan, naushniy-estetik sentr endokrinologiya. Lekin naushniy-estetik sentr otolaringologiya, головой шея bo'lmagan. Ya'ni bosh bo'yin markaz bo'lmagan. Oldin otolaringologiya deb qaralardi, hozir endi u bosh bo'yin bo'ldi yana. Chet el standartiga qarab ketyapti. Ya'ni lo'rni operatsiyasini assortiment kengaygan. Normalniy kengaygan. Ya'ni bitta markaz tashkil qilingan o'zidagi o'zgarish. Va har yili markazdan 2 marta konferensiya bo'ladi. Bizning otolor o'zida 3 ta konferensiya bo'ladi yiliga. Bittasi. Ikkinchisi onlayn offlayn kurslar ochilgan hozir. Onlayn offlayn kurslar. Bitta biz otolorda emas, boshqa markazlarda ham bor bu narsa. Kadaver kurslar ochilgan hozir. Vet kurslar, ya'ni hayvonlarda bo'ladigan laborator kurslar. Bu ochilgan. Ya'ni ilmiy tomondan o'sish oxirgi 5 yillik ichida bo'layotgan narsa. Endi amaliyga kelsak, haligacha lo'rlarni yetishmovchiligi bor, lo'r shifokor yetishmovchiligi haligacha bor. Chunki bizda gruppamizda 2000 dan oshiq lo'r shifokori bo'lsa, Inti O'zbekiston kanalida haligacha lo'r kerak gruppalarga yozishadi. Haliga defitsit bor. Bu nimani bildiradi? Talab ko'pligi va ko'proq doktorlarni o'qitishi, malakasini oshirish kerak etadi. Bittasi. Va ishchi o'rinlar ko'payganligi. Va shu bilan birga assortiment ko'payganligi yana. Keyin maxsus lo'r klinikalar ko'paygani. Misol uchun, Husanni o'zida Korolmet kliniki komanda bilan ochishgan, именно lo'rga mo'ljallangan. Bizning o'zimizda otolor bor, 3 ta klinika Sech lo'r klinik tarmog'i bor bizda. Faqat lo'r.
Faqat lor. Hozir yana ochdik, sokin uyqu, u faqat xrapga mo'ljallangan. Xurrak va uyquga mo'ljallangan. Bittasi. Misol uchun Profmed klinika. U ham shu asosan lorga mo'ljallangan. Ya'ni bunaqa klinika ko'p. Va yana har bitta viloyatda bor bunaqa. Misol uchun Farg'onada ham bor, Biotest degan klinika bor. Asosan lorga mo'ljallangan. Ishonch degan klinika bor. Andijonda bor Medical Pro degan. Ya'ni klinik именно lorga ixtisoslashgan klinika juda ko'p. Hozir 5 yil ichida shu. Va eng asosiysi bizni oxirgi 5 yilning ko'rsam statistikasini har hafta viloyatga chiqardim operatsiyaga. Har hafta Farg'ona, Andijon, Samarqand. Hozir chiqsam bir oyda bir chiqaman. Bir oyda bir. Bu nima? Bemorlarni o'shda o'zida qoladi. Chunki Klinikalarni ko'p ochilgan manimcha. klinikada emas, bu yerda mutaxassis ko'paygan. Qaysi yaxshi mutaxassis, misol uchun o'sha viloyatda o'zida bemorlarni o'zi qoladi. Yo'q, Oldingi paytda bu yerda- hamma Toshkent. Bu yerda men aytayotganim burun bo'yicha. Burun oson operatsiya, ham operatsiya turi ko'p. Именно rinologiya bo'yicha viloyatlarda, periferiyada zo'r rivojlandi. Asbob uskunalar olindi, расходнийлар olindi, klinikalik pul tikildi, doktorlar chetga chiqib malaka oshirdi viloyatlarda. Quloq bo'yicha-chi? Quloq bo'yicha haligacha ko'rsatkichi past. O'zi quloq bo'yicha qiladigan odam ham kamda juda. Kam Statistikani yo'q, oladigan bu yerda o'qishda, asosan bu yerda o'qish, malaka oshirish. lekin statistikasi bo'yicha ham qarasak kamku quloq operatsiya qiladigan doktorlarni o'zi. Doktorlar statistika kam, lekin bemor ko'p. Bemor ko'p. No endi Bemor ko'p. Gardanchi. Misol uchun Gardan. gardan undan ham kam. Bizda mana shu gardan sohasi ham rivojlanyapti bizda. Oldin chet eldan ko'p kelardi. Bizda otologlar ham bitta, главный missiyasidan bittasi chet eldan hech kimni olib keltirmaslik. Chet eldan. Chunki ko'ra Milliy olamiz. brend. Yo'q, gap milliy brendda emas. Yo'q, endi to'g'risida ba o'zimizga rivojlanyapti-ku. Bitta misol uchun milliy brendni biz o'ylamagan. Biz asosan qayerdan bu narsa kelgan? Sal mavzudan chiqib ketdi chetga. Chet eldan kelar doktorlar farqi yo'q. Operatsiya qilib tashlayveradi. Ha, to'g'ri. Aqli yetsa yetmasa. Yetsa yetmasa. Misol uchun Sherzda ekan quloq bo'yicha bitta professor keldi Rossiyadan. O'shandan keyin 20 dan 30 ta quloq ochgan. Oddiy elementar narsaga. Oddiy. O'shani ko'rib achim ketardi. Shundoq kelib pulni olardi, повторный qilib bermasdi ham. Ko'p kelgan bunaqalar. Har bitta operatsiyani yozib qo'yganmiz o'sha anaqani qilganini. Повторныйsi, resi, kim, qayerda hammasini yozib qo'yganmiz. O'shan joni achiydi, o'zingni xalqing, o'zingni bolalaring. O'shaning uchun ham oldinga chiqarganimiz birinchi o'shalarni chopishni. Keltirmaslik. Turkiyadan bo'ladimi, Hindistondan bo'ladimi, Rossiyadan bo'ladimi, qayerdan bo'lsa ham keltirmaslik. O'zimizni soha bo'yicha. Ular rivojlanish zo'r. Xursandmiz. Bizni o'ylagandan 2-3x tez rivojlanyapti. Shunga yil o'zida mana, yil o'zida. konkurensiya. Yo'q, men konkurensiyaga qaramayman bu narsaga. Yo'q, konkurensiya bo'lgani yaxshi. Yo'q, Misol uchun konkurensiya bo'ldi degani qancha ko'p konkurensiya bo'lsa, shuncha tez rivojlanish bo'ladida. konkurensiyachi men umuman qaramayman bu narsaga, konkurensiyaga. Nimaga yomon salbiy tarafdan qarayapsan konkurensiya degan so'zni? Yo'q, o'zing bilmagan holda podsoznательно o'shanga kirib ketasan, o'shanda o'taman deb qilasan harakat. Shuning uchun biz bu so'zni olib tashlaganmiz, de umuman qaramaymiz. Maqsad bor, sel bor. Shaqirab yuraveramiz bo'ldi. Inson mavzudan chiqdik. Xullas, rivojlanish zo'r. Viloyatlarda, poytaxt o'zida va shu lor markaz tashkil qilinganligi va maxsus lor klinikalar ochilayotganligi. O'ta ko'payayotgani yaxshi. Endi bu yog'iga ko'paydi, normalni ko'paydi, bu yog'iga sifat kontrol qilish kerak. Asosan shungacha Asosan o'sha bayardan. Уже ko'p. birinchi menimcha katta tramplin bu частный klinikaga ruxsat berib olgan deb o'ylayman. Chunki частный klinika rivojlangandan keyin biznesmenlar pul tikishni boshladi, оборудование ham berdi. Xirurg o'ziga ham pul tikishni boshladi. Oldin qanaqa edi? Qarasa xirurglarni aytadi-yu, unaqada ham, prikolda ham. Doktorlar kelsa, orqa tarafga o'tilardi. Unaqa traktorchi kelsa, bosh bir o'tkazib qo'yardi. Oldin bozor iqtisodiyoti bo'lganda oldin. Rivojlanishi yana bitta sabab bu ilmni rivojlanishi bizda bo'lgan. Odamlar kitob o'qishni boshlagan.
uni eski o'sha ipodrom payti deydi-yu. Ipodrom payti misol 96-97-yillarda esimda biz bozorga chiqardik qarashgani. O'sha adamimizlar ham narxoz bitirganlar, oliy ma'lumotli. Lekin taqdir bilan shu bozorga chiqib ketganlar keyin. Ko'p bo'lgan. Chunki men bozorda yurib kim bo'lsangiz deb so'ragan doktor bo'laman desam, unda qarashardi. Ani 32-magazin Sampini bitirgan. Orqa qatorda ani palonchi bor, hoji aka, u ham Sampini bitirgan, men Toshmini bitirgan deyishardi. Mana bozorda yuribdi deyishardi. Ya'ni ota-onalar tushunishdi, ha, o'qitish kerak, ilm. Ya'ni ilmni bizga qaytgani. Ya'ni turkiy xalqlarda o'zi genida bor ilmni olish. Ilmni olish, o'qish o'z qobiliyati borda, fizika bo'yicha, matematika bo'yicha misol uchun shaxmatchi bor, senda hozir qanaqa qilyapti hozir? Oddiy shu gen sizda ham bor, menda ham bor. Ularni juda ko'p. Shuning uchun bitta tramplin bo'lgan, bu menimcha ilm uchun ota-onalar harakat qilgani. Chunki aynan san bilan biz o'qigan pokoleniyadan men bolalarni ko'rardim. Oddiy dehqonni bolalari, taksistni bolalari o'qitardi bolasini. Nechta o'g'ayimizlar imkoni bo'lmagan, lekin kechasi bo'lib ishlab bo'lsa ham biz ham ishlaganmiz skoriyda kechib payt. Just o'qilardik. Yana farzandni o'qitish kerak degan tushuncha qaytgan. O'sha ham tramplin bo'lgan o'sha ham. Tug'un aka, masalan hozir aytdingiz, viloyatlarda o'sha lor yo'nalishini rivojlanishiga bitta sabab klinikalik ko'p ochilishi va uskunalar, instrument va boshqa narsalarni уже xarid qilishni boshlashdi. Bu undan kelib chiqadiki, hozirda masalan lor jarrohlarni asosan o'sha Shaver apparatiga o'sha faol ishlatishadi. Bu o'zi Shaver apparati qanchalik muhim lor jarrohligida hozir? Hop, Shaver asosiy uskuna, asosiy apparat Shaver. Biza boshlaganda Shaver qilardik. Hozir maxsus instrumentlar bor. Blacksley perkussion instrumentlar Shaver qilardik. Shaver дорогое удовольствие. Shaver. Ya'ni bu ikkita maqsadda xizmat qiladi. Bittasi foyda tomonidan, ikkinchisi asorat tomonidan. Ya'ni pichoqni misol uchun bersangiz, qassobchi oylik qilib kesib beradi. Boshqasining qo'liga bersangiz, boshqa maqsadda foydalanadi pichoqdan. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa Shaver. Yaxshi qo'lda chiroyli ishlaydi, yomon qo'lda asorat bilan ishlaydi Shaver. Shuning uchun Shaver zo'r narsa, faqatgina tajribali qo'llida Shaver. Tajribasiz odam Shaverni ishlatish kerak emas. Yana bitta savol bermoqchi edim. Shaver bu дорогое удовольствие deyapmiz. Ya'ni bu дорогое удовольствиeni lor operatsiyonnisi bor, ambulatoriyasi bor, klinika olish shartmi? Yo дорогое удовольствие deb olmasa ham usiz o'sha poliplarni misol uchun ishlatish kerak bo'lgan joyda uni ham ishlatmasdan aytganingdek instrumentlarni o'zida ham ishlatsa bo'ladi. Men дорогое удовольствие deganim har doim ham o'zini oqlolmaydi. Ya'ni apparat okupayimizda har doim ham chiqolmaydi. Shaverda. Nimaga? Menimcha keyinroq to'xtalsak kerak, chunki Shaverni qismlari ko'p. Misol uchun bor bloki bor, rukoyatkasi bor, расходнийлari bor. Uchidagi lezviyasi misol uchun. 3tasi. 3tasini ham bizadagi lor shifokorlar va klinik egalari amortizatsiyasini har bitta operatsiyaga qanaqa hisoblashni bilishmaydi. Misol uchun bitta bemor kelyapti, bitta sleep endoskopiyaga tekshirishga. 2,5 million deyapman. Bitta shogirdimiz bilan gaplashgan, qimmat degan. Bosh klinikada arzon degan. Bosh klinik 1,5 million deyapti bosh klinikada. Amanda 2,5 million. 2002 ga biz qilib beramiz. Yo'q, men qilib berasan, mayli. Reklama qilib berasan. No, bitta usmanga aytyapti haligi bemor. Shogirdingiz aytdi, operatsiyalar qimmat ekan, apparatura nemetskiy ekan, lekin aka bitta 2,5 million olgan apparat pulini chiqarib olish kerak emas, u deyapti menga. Siz nima ish qilasizmi? Shunaqa men qattiq o'qiyman,
moliya bo'yicha ekan dedi. Endi moliyadan dars o'tishim shart emasdir dedim sizga endi. Endi biz ham ozgina moliyada yurganmiz. Aytdim keyin. Kia mashina salon necha mingdir probegga garantiya beradi, to'g'rimi? To'g'ri. 100 ming. To'g'ri, 100 mingga beradi garantiyada. Misol uchun man olayotgan Chever'ni firmasi ham menga rukayotganimga garantiya beradi. Misol uchun 200 ta operatsiyaga rukayotganga beradi. 50 ta operatsiyaga uchun nakonечникka beradi. Bu degani men 50 ta operatsiya qilsam, nakonечникni qo'shishim kerak amortizatsiyasini. Rukayotgannikini qo'shishim kerak amortizatsiyasini. Apparatni qo'shishim kerak amortizatsiyasini. Chunki alohida detar. Mana yaqinda bitta testga olib kelib berdingiz. Ishlatayotgan paytda kuyib qoldi. O'chib qoldi. O'chib qoldi apparat. To'xtadimi? Operatsiya men nima qilishim kerak ekan? Menda 4 ta Chever turadi. A, B, C, D variantga har doim. Eng zapasiga men Xitoyga olib qo'yganman. Har doim tayyor turadi. Uchrasi buzilib qolsa ham zapasim bor Xitoyga. Steriling tayyor turadi. Nafsaki stochiga. Chunki har doim biz kirgan zapas bilan kiramiz. Shuning uchun ham aytaman, darago удовольствие nimaga? Misol uchun, sanda operatsiya 11 million. Menda turibdi 13 million. Bozor bor, konkurensiya bor. Klinik rahbarlar sifatida biznes to'g'risida gapirsak, bemor keladi, 11 million xursand qilayotgan ekan u deydi. To'g'ri? Lekin konkurent sifatida chegirma qilib berasan, u bu qilib berasan. Lekin sen amortizatsiya qo'shmagansan. Chunki sen uni bilmaysan, chunki sen doktorsan. Ya'ni klinikani egasi emassan, biznesmen emassan. Shu sifatdan ham bizda O'zbekistonda ko'p lor shifokorlar bir-birini priceini oladi-da, narxlarini. O'sha olib kelib qo'yadi bo'ldi. Oddiy 3,5 millionga adenoid bor. Chever olib beraman deydi. Septoplastika. Septoplastika Analizlari ham ichida. Mayli. Ya'ni aytayotganim Chever Men darago удовольствие. to'g'ri, men bermoqchi bo'lgan savolimcha bu nimaga bunaqa savol berdim? Menga ham kelib so'rashadi. Unda endi klinika ochamiz. Lor отделениesi bo'ladi. Lor kombayn olsam bo'ladimi? Lor kombayni bu to'g'ri, lor kombayni bu aytishim mumkin, darago удовольствиеdan bittasi. Ya'ni lor kombaynsiz ham bittagina kamerani qo'yib qo'yib, to есть ko'ruv qilsa bo'ladi. Lekin men aytaman, agar siz lor отделениesi ochishga birinchi o'rinda siz tayyormisiz? Ya'ni nimaga? Misol uchun lor operatsiya bo'lgandan keyin kamerangiz bo'lishi kerak. Iloji boricha jam, конечно, misol uchun shtorch bo'lmasa ham yaxshi ko'rsatadigan bo'lishi kerak deyman. Kalkulyatoringiz yaxshi bo'lishi kerak. Chever deyman. Instrument. Agar shu narsalaringiz bo'lmasa, lutchi qilmang deyman. Chunki nimaga? Agar Chever bo'lmasa, xirurg endi kelgan xirurg biznesmen olib bermadi Chever. U nima qiladi? U yuladi. U bermagan qo'lida instrument bo'lmagandan keyin, tim bo'la yosh, unga kasal olib kelyapti, lekin oldin birchasgina raskrutka qilib yuboraylik klinikani dedi, keyin olib beraman dedi. Misol uchun men bo'ldi shunaqalar. Men aytdim, "Voy, ishlamay undan ko'rasiz. Nima qilasiz?" Birinchi yaxshilab o'rganib olib, hammamiz Cheverda mendan so'rashyapti. 20 yil oldi, 20 yillik, даже 25 yillik operatsiya qiladigan lor vrach mendan so'rayapti, shunaqa Chever apparatida ishlatasizmi? Ha. Qanaqa ishlatadi buni? Olgandan keyin uni qonagan joyini kuydirib qo'yish kerakmi dedi. Men aytdim, "Siz operatsiya qilasizmi o'zi?" "Ha, qilaman" dedi. "Qanaqa qilasiz?" desam, "Mesnida operatsiya qilar ekanlar, adenoidni 25 yildan beri olaman." Xo'p, undan keyin to'xtatmaysizmi? "Yo'q, to'xtatmayman. Endi maslahatim endi zamonaviy usulga o'tish payti keldi. Sal bo'lmasa, endi biz sal ozgina temadan chiqamiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam, agar lor отделениesi, ya'ni lor отделениesi deganimda operatsiyonda, o'sha statsionar lor ko'rigi. Men aytaman, shu 4 ta asosiy narsalar borki, u siz ochish kerak emas. Ras unga mablag' yo'qmi, ozgina sabr qilish kerak. Bu yerda faqatgina bemor stradать qiladi. Endi aytib ketay. Misol uchun bemor kelsa menga Cheversiz ham Chever bilan один к одному qilib keta olaman. Qilib. Ya'ni shunaqa. Yo'q, Bu Cheverchi ilohiy narsa emaski, hamma joyda bo'lishi kerak bo'lgan narsa.
Shaver. Endi muhim narsa dedingiz-ku Tuxun aka. Yo'q, muhim narsa, muhim. Ya'ni muhimligi operatsiya vaqtini ekonom qiladi. Operatsiya vaqtini tejaydi. Ancha ishni skorost oshirib beradi. Vaqt ekonom qilib beradi. Lekin hozir menga shaverlik bilan shaversiz ishlayvergan desa, man o'sha klinika shaver bo'lmasa ham operatsiyani ovuraman bemalol. Nimaga? Chunki instrument yetarli edi. Nimaga Juda ko'p instrumentlar bor. nimaga shaverni misol uchun talab qilishsa bo'lmaydimi? Yo, talab qilsa yaxshi albatta. Bo'lsa yaxshi, bo'lsa. Men aytayotganim shaversiz klinika ochib bo'lmaydi deganingga aytyapman. To'g'ri. Yo'q, mani aytayotganim, Bu Misol uchun, yo'q. men aqamda nima maqsadda ochiladi o'zi? Lor отделение. operatsiya qilish, yordam berish. O'shaning uchun, to есть klinika ochadigan odamlarni o'zi ham misol uchun chiroyli holli registraturalarni qilamiz-ku. Nimaga operatsiyaga kelganda o'sha narsani ekonom qil. Ya, men ekonom to'g'risida emas gap. Men o'shani qilib tashlaydigan, kashf qilishadi. Men aytayotgan narsa, bu yerda shaversiz ham idealniy cho'tka operatsiya qilib chiqsa bo'ladi. Shaversiz ham. Oldin masalan shaver ishlatilmagan umuman. No, hozirgacha ham shunaqa o'sha eski usulda ishlaydiganlar shunaqa metodlar qolganmi bizda? Qolgan qilib chiqadi. Oddiy misol, xuddi quloqqa bo'r ishlatiladi, bo'r mashinka. Sotmasa bo'ladi. Moskvada NKTSda Diab Hasan chaqirgan hammani de qo'llaring deyapti. Quloqni deyapti. Quloqni ochgan, parda qo'yman ochgan. Eski usulda, ya'ni oldin chopib stamiskalar bilan qilishganda, mana shu idealniy quloq. Idealniy bajarilgan operatsiya. Ya'ni O'zbekistondan kelgan bemorda quloq operatsiya qilingan. Bo'rsiz, trelsiz. Nimada? Oddiy stamiska taqilib olib urib ochganga quloq orqasini. Shunaqa qilishgan. Hozir ham. Ya, Oldin. payt. Ya'ni o'sha bemor operatsiyaga borganda parda qo'yilishganda, shunda Diab Hasan aytyapti, Sherdegan ustozi. O'zbekistonda quloq maktab bo'lgan oldin. Zo'r qilishgan quloqni. Bo'rsiz zo'r qilishgan. Bo'rsiz. Ya'ni anatomiyani bilsa, qaysi sohada qaysi instrumentni to'g'ri ishlatishni bilsa, o'shanda shaversiz ham любой operatsiyani qilsa bo'ladi. Ya'ni bu men uchun birdamchi apparat emas. Men uchun u yordamchi apparat u. Men uchun. Lekin o'zi aytsan-ku, shu yerda bu tezroq bo'ladi. Vaqtni ekonom qiladi. Bu yerda ikkita qarash bor. Vaqtni ekonom qilish bor. Xo'p, Shaver. vaqtni Agar bizda kun bo'yicha face bo'yicha qaraydigan bo'lsak, face bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu vaqtni ekonom qiladigan narsa men uchun. Lekin meni sifatimga ta'sir qilmaydi bu narsa. Shaver. Xo'p. O'zi standart bo'yicha ham o'zi poliplarni o'zi yulib olish o'zi. Men hozir yurish etmayman. Qachidan kelsa olmayman bemalol. Qachi bor, prokusiya bor, mashrumlar bor. Keysanbek aka o'zi qanaqa operatsiyalar qilasiz bu shaver apparatda? Shaver apparatida adenoiddan tortib asosiy o'sha poliplarni operatsiya qilish. Men nimaga bu narsani aytmoqchi bo'lganim, hozirgi paytda odam sog'lig'i juda ham birinchi o'rinda. U misol uchun to'g'ri kimgadir nima deb dokazat qilib berish emas. Bunaqa lor operatsiyalari deyarli 95% operatsiyalari bu ekstern hisoblanmaydi. Bor to'g'ri ekstern hisoblaydigan operatsiyalar ham qachonki rostdan ham qo'lingizda oldingizda nima bo'lsa o'shanda operatsiya qiladigan. To'g'ri, ustozimiz aytgandek, hozir ayniqsa qonimiz qaynagan paytda ko'p joydan, misol uchun klinikalardan bizga kelib operatsiya qilib keting, bitta bemorimiz bor edi, bunisi desa boraverardik. Ya'ni to'g'ri, har bitta bemorni ajali yozilgan joyda olinadi. Lekin u narsa siz qo'lingizda bo'lib qolishi ham mumkin. Keyin aytardi, hozirgidan shoshilma deydi. Bu birinchisi, ikkinchisi borgan joyingdagi sharoitni boshida o'rgangin deydi. Men boshida bilmasdim. 2-3 marta, lekin sal sovug'ini yeganman. Ya'ni borganimda izobrazeniya yaxshi emas, kamera yaxshi emas, narkoz apparat yaxshi emas, to есть anesteziologni men bilmasdim. Ishlatayotgan instrumentlarimni bilmasdim. Bu narsa
birinchi o'rinda bemorni sog'lig'iga ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Ikkinchi o'rinda man o'zimni reputatsiyamga. Keyin boshqa bunaqa hech qachon qilmaydigan bo'lganman. To'g'ri, endi misol uchun tuyg'undagi professional bolalar, например, любой operatsiya qilib olishi mumkin. Qoshiq bersa, qoshig'ida ham qilib konserva qopqog'ida ham. Lekin man shunaqa o'zim uchun nima qilib qo'yganman. Medota qonun deymanmi? Qoidada. Zavotoy. Qoida, tilla qoida. Operatsiya qilishni boradigan joyimni oldin birinchi o'rganib chiqmasam bormayman. Jan aka ham birinchi kelganda lorlarni bunaqasi bor. Medota qiroli bor. Jan aka ham degan o'sha Toshkent O'zbekistonga kelganda aytgan, nima оборудованияda ishlatasizlar degan. Немецкий shtorts deganda, xo'p degan, instrumentlaring nima degan. Har bittasini videoga olib, menga yuborganingdan keyin ko'rganimdan keyin kelaman degan. Ya'ni men uni reputatsiyasi kuchli. Tushunasizmi? Например, borgandan keyin qo'liga bitta oddiy narsani beribdi, mana endi qilgansa u kelib bo'lgan-ku. Bu reputatsiyasi juda ham qadrlida-da, misol uchun har bitta odam. Hozir o'shanga ham talab bor. Ha, bu taraf bo'yicha men shu tarafdan qarayman. Agar rostdan ham misol uchun deylik qaysidir klinikani egasimi yo xirurgmi chiqdimi, misol uchun lично menga aytishi mumkin. Men aytsim, bo'ldi, muammosi yo'q. Birinchi o'rinda kasal o'zi qanaqa, hammasi ko'rib chiqiladi. Shu klinikada bu operatsiyani qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Ya оборудованияsi. Mani dunyoqarashim shu, endi bu bo'yicha. Qachon boshlagansiz Shever apparat ishlatishni? Birinchi o'sha Shever apparati o'tkazgan operatsiyangizni eslay olasiz? Qanaqadir asoratlar bo'lganmi? Bo'lgan, esimda bor, birinchi bor вообще endoskop ishlatganimda. Men u paytda endoskop hali ishlatmaganimda, tuyg'unda bor edi endoskop. Birinchi esimda bor, magistraturada o'qiyotgan paytimizda Shever apparatini shunaqa deb bizga tasavvur qilishganki, xuddi bu hozirgi urush bo'lyapti-yu, atomli bombani pultida edi, juda ehtiyot bo'lgan. Sal bu narsa bo'lsa portlab ketadi degan darajada tushuntirishardi rostdan. Hozir unaqa emas, to'g'ri. Olganimiz boshida hayajon bo'ladi, boshida uvereniyligi bo'yicha kirgizib ko'riladi. Har bitta kichkina qadam bilan borganmiz. Boshida Sheverni o'zini kirgizib ko'ramiz, sekin olib ko'ramiz. Chunki bu boy tuyg'un aytgandek, agar noto'g'ri odamga tushib qolsa, bemor stradать qiladi faqat. Bu joyga kirib ketiladi, ko'zga kirib ketiladi. Asli qanaqadir bo'lgan, birinchisi bor ishlatgan. Yo'q, xudoga mustaqil ishlatganingizni. Yo'q, xudoga shukr, endi asli bo'lmagan-ku, endi hayajon bo'lgan. Sizda-chi, uni eslay olasizmi? Esimda. Birinchi 2016 yil adashmasam. Ya'ni o'sish, rivojlanish tez bo'lgan. Shu magistratura kirgan paytimiz bo'lganda o'shanda. O'shanda Hayat klinikada Botir akam bilan ustozimiz bilan shu yerda boshlaganmiz adenoidlardan. Bunga 6-8 talar bo'lar. Ya'ni plan bo'lgan ishni bilan o'zimizni klinika qilish bo'lgan. Shu esimda, haligacha esimda, hamma narxlar ham esimda. Fatekka olganimiz, kalkulyatorni, Ellipse olganimiz. Hozir ham ishlatyapmiz. Hozir ishlatyapmiz. Hozir ishlatyapmiz. Yo'q, tankda ishlaydi. O'sha odamlar pul berganlar. Mana shunday. Teknik klinikaga borganimda, men o'zim o'rgataman, keyin menda ishlaysan degan xalq shartlar qo'yishgan. O'shanda endi maslahatchim otam bo'lmaydi deganlar. O'zingnikini qil deganlar. Erkin bo'l, tez rivojlan, vaqt kam, tez qilish kerak degan. Endi shunda motivatsion gaplar bo'lgan. Bo'ldi deganmiz, chiqilardi, katta konferensiya borlar. Asosan Hindistonda yurganman. Shu paytda birga o'qigan magistraturada ham. Men ketdim, o'qisam dedi, ketaverdim Hindistonga. Shu Dilshod bilan birga chiqqanimizda. 2016-yil ekan. Haligacha esimda, ya'ni otaning duosi, otaning bergan pul barakasi 2016-yilda olgan instrumentim haligacha bor-da. Hammasi bor. Bittasi ham sinib ketmay, bittasi ham yo'qolmagan. Respiratorim ham turibdi, qiyshayib ketgan respirator. Eng zo'r ishlaydigani shunaqa. Jan akaning videosini ko'rsang, qiyshayib ketgan, yilib ketgan respiratorni ochadi-yu. Menda xuddi shunaqa respirator. Sheverning hammasi esimda. Ya'ni o'sha paytda Sheverga
intilish bo'lgan, olish bo'lgan. Lekin o'sha gap yana ustozni ko'rib, o'rganib, keyin olingan. Chunki Hindistonda ko'rganman-da Metronikni. Hindistonda. 3-4 ko'rganman. Kelgandan keyin tap qilib instrument o'sha yerda o'zini kamera tizimi olib kelingan, o'sha yerda Niderlandiyalik nima Seymo degan SSD 3 chip degan. Format shunaqa edi, zo'r edi. Olib kelib o'sha paytdan boshlangan. 2016-yildan o'sha Shaver ishlatishni boshlaganmiz o'sha. Ellipse firmaniki. O'sha payt yaxshi edi Ellipse. Yaxshi edi. Yoshlarning xatosi. Shoshishlik, ya'ni o'sha navikka yetishmasligi. Navikka. Misol uchun Tajriba. tajriba ham emas. Ya'ni o'sha uskunani ishlatish texnikasi. Ya'ni o'sha uskunadan to'g'ri foydalana olmaslik. Ya'ni shu manipulyatsion harakatlarni qila olmaslik. Bittasi bor kirib, mana bunaqa olib tashlaydi. Tajribali doktor sekin kirib tepadan bitta olib chiqadi. Adenoid oladigan bo'lsa, adenoid. Misol uchun biza odda beramiz bakalashkaga shuni oladi, ichiga shaver tiqib u yoqqa bu yoqqa aylantiradi. Yoki nimadir olishga aytamiz. Mashina oldin qilgin deymiz. Yoki oddiy ambulatorda kamera bilan kirib burun ko'rishni o'rgangin deymiz misol. Vaqt beriladi. O'rgangandan keyin assistentlik qiladi, keyin ma'lum bir vaqt davomida yoki ma'lum bir qism davomida biz beramiz o'rganishga. O'rganish ham oldin yo hayvonlarda bo'ladi yoki kadaverda bo'ladi. Ya'ni maxsus o'lik kallalar bor, o'shani ishlab o'zini oshirsa bo'ladi tajribasini. Ularda mana narsa yo'q. Sabr yo'q, sabr. Ya'ni shoshqaloqlik bo'lgani uchun ham shoshiladi, upushinik bo'ladi, asorat bo'ladi, yana depressiyaga tushadi, yana o'zini yeb qo'yadi. Ya'ni shaver chunki jiddiy asorat beradi. Oddiy adenoid olganingizda sluxoy turbani ovorishingiz mumkin, yoki sonniy arteriya bor, uni jarohatlab qo'yishingiz mumkin. Chuqur ovorsangiz, bolani bo'yni bilan qiyshayib qoladi, bo'ldi. Infiziyani beradi. Infiziyani berib yuborishi mumkin. Oddiy adenoidda Ehtiyot bo'lish kerak. ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun tajriba kerak. Ya'ni birinchi ko'radi, asorat o'qiydi, o'rganadi, ustozning orqasida turib o'rganadi. Shuning uchun ham ustoz shogird qadriyati bor. Ustoz shogird. Shogird bo'lib tushgandan keyin ustozning o'zini, ya'ni ustozda bor, katta ustozda farosati bo'ladi. O'sha shogirdi shu operatsiya tayyormi, yo'qmi? Tayyor bo'lganda ham qildi qo'liga beradi. Tayyor bo'lsa. Tayyor bo'lish uchun vaqt kerak, ko'p yurish kerak, jonni berish kerak. Shu sohani o'rganish kerak. Endi oila, bola chaqa, tirikchilik deydi hamma, to'g'ri. Lekin bir narsani ustun qo'yish bor. Shu ustunlik ham har doim birinchi o'rinda turadigan narsa bu ilm bo'ladi. Ilm. Men uchun shoshqaloqlik, tajribasizlik va sabr yo'ligi. Va ustozni ko'rmaganlarda ko'p asorat bo'ladi. Ustoz ko'rmaganda. Shaver o'rganish uchun ustoz kerak-da. Ya'ni medtexnik kelib shaver ishlatishni o'rgatib ketish kerak emas-da. Ustoz kerak hammasiga. Ustoz bo'lmasa, shaver ham buzilaveradi, klinika ham olib bermayman deydi keyin. Shaver ham. Doktor o'zining yonidan 10-15 ming dollar pul to'lab olmaydi-ku shaverni. Xo'p. Yaqinda bitta shaharga bordim, komandirovka bo'yicha. Yosh doktor kelyapti-da, aytyapti, shunaqa bo'ldi, men o'sha operatsiya qilishni boshladim deydi. Yo'q, yaxshi, молодец. Ular ham bizga kelib o'rganib ketishgandi. O'zi yaqinda boshladik-ku, shaverni o'zi ishlatishni yaqinda boshlagan. Desam, nima qilaman endi, ustozim shu shaverda ishlamayapti. Men baribir oldinga harakat qilishim kerak-ku deydi. O'shanga boshlab yubordim deydi. Shu qalay bo'lyapti desam, bir amal olman. Tushunasizmi? Ya'ni bekordan bekor aytmaydi, подопытный кролик deydi-ku. Подопытный кролик deb o'sha boshqalarni, o'sha bolalarni ustida qilyapti-da shu yosh doktor. Ya'ni imkoniyati bo'lmagandan keyin. Men aytdim, bu sen o'zingni farzandingni, jiyaningni qo'yib ko'r o'shalarni o'rniga. Чтобы sen o'rganib olsan. Juda jahlim chiqdi. Birinchidan bu juda ham noto'g'ri narsa. Ya'ni bu shaverda ishlatish, bu sen hali asoratini ko'rmagansan. U hamma o'ylaydi 15 minutlik narsada o'sha narsada olgisi keladi.
Tani shunaqalar xudo asraydi. Xudo asrar ekan. Xudo asraydi. Ha. Shuni asrab qo'yadi. Chunki har bitta yurtda bo'lgan. Endi bizada katta ustozlar bo'lgan. Misol uchun men o'zim Hasanovskiy shkoladaman. Hasanovlar maktabidan chiqqanman-da. Misol uchun yonimda yurgan ustozlarim Sherda akam ham, bitta Shoziz Nodir akam ham hammasi katta ustoz. Misol uchun biz ham xudoga shukr shogirdlarimiz bo'lsa ham bizani ham tepamizda ustoz turadi-da. Kontrol qilib turadigan. Operatsiyani ham, istoriya boleznini ham, kasallik tarixini ham hammasini kontrol qiladigan. Kasal bilan qanaqa gaplashishimni ham kontrol qiladigan haligacha ustozim bor. Va xato bo'lsa chaqiradi, eshik o'qib mana bu yerda xato qilding. Boshqa ko'rmaydi. Sherda akam, Nodir akam ham. To'g'ri. Ya'ni 36 dan oshgan bo'lsa ham hali ustoz bor-da. Ya'ni 50-60 yoshga chiqqan ustozlarimiz ham ustozi bor-da. Shunga Ya'ni bu tugamaydigan narsa-da. to'g'ri. Shever ishlatishida ham o'zini ustozi bo'lgani yaxshi. Bo'lmasa emas. Yosh xirurglarni asosiy o'sha yo'l qo'yadigan xatosi bu ustozsiz o'sha o'z boshimcha jurni o'zi qilib ko'rishi, o'zi boshlashi ekanda, bo'lmasam olib qaraganda. Bundoq qaraganda to'g'ri. Bu narsada avloddan avlodga o'tgan narsa. Chunki eski paytda ko'p tuzum shu narsani yo'q qilishga harakat qilgan. Bizada o'zi eskidan. Ya'ni ustoz shogird qadriyatini yo'qotishga. Biz eskidan bu narsaga urinib kelinganda, shu ustoz shogird qadriyati yo'qolgandan keyin o'z boshimchalik ko'payadi, ilmga bo'lgan g'ayrat susayadi, shijoat bo'lmaydi. Bo'lmagandan Oldin bitta ustozdan qo'ldan skalpel olish uchun kamida bir 5 yil yurish ketavergan. Yo, sen shunaqa deysan-ku. Katta bizani mazhab boshlarimiz farosat ilmini olish uchun 8 yil yurishgan. Farosat ilmini. Ko'rsan, u eshidan kirib kelyapti. O'sha odam nima kasb qiladi? Qancha pul topadi? Hobbisi nima? O'shani biladigan ilmni, oddiy farosatni 8 yil umri ketgan. Senga qara, men bilaman-da. Misol bu biznesmen, doktor bola, qanaqa operatsiya qiladi? Buni qarayman, soch apparat taralga ashka taqqan, qo'li soatli, o'ziga akranga qaragan, kimligini taxmin chiqarib olasiz. Bu ham farosatda. Bu bilan biznes qilsa bo'ladimi, do'st bo'lsa bo'ladimi, ertaga kidirib ketadimi, yo'qmi? Buni qarab bilib oladigan ilm farosatda. Mashina olish uchun 8 yillab, 15 yillab yurishganda. Ha, bizda oddiy meditsina yo'q. Birovning hayoti, birovning joni, birovni yillar davomida kutgan farzandi. Bizda shu narsaga sabr qilina olmaydi. Bu endi tiklanyapti. Xudoga shukr deymiz. Atrofimizda shunday bolalar ko'p, sabrli bolalar. Yo'q emas, bor, ko'payapti. To'g'ri chiqib oladi bir. Lekin to'g'ri yo'lga vaqt soatida qaytib oladi. Shever ishlashga o'rganib olishar ekan. Masalan, Tuyg'uniki siz aytdingiz, sizni shogirdlaringiz ko'p va bitta operatsiyonni o'zida 3-4 ta shever tayyor turadi deb. Endi baribir sizda ko'p uchragan bu narsa. Deylik, o'sha operatsion vaqti shever bilan yoki bo'lmasam o'sha operatsiyonda muammo kelib chiqdi. Bu asosan apparatdan bo'ladimi yoki xirurg texnikasidan bo'ladimi? Bu yerda ishlayotganimizda tajribadan kelib chiqib ham sheverda xarajat ko'p bo'lgan. Ishlayotganimiz. Ya'ni operatsiyon turiga bog'liq. Adenoid bilan ishlasangiz, ya'ni yumshoq to'qima bilan. Ya'ni ishlayotda apparat uzoqqa yetadi. Lekin biz burunda ishlaganimizda, fes, gaymartni ochgan, peshana bo'shlig'i, opxillar kistani olganimizda sheverni ishlash muddati qisqarib ketaveradi. Ya'ni nima yaloqlilik deydi-yu. Ya'ni tez buzilish ko'payadi. Chunki biz o'tda suyada ishlaymiz, suyak plastinkasida ishlaymiz, qattiq yumshoq to'qimada ishlaymiz, uzoq soatlab ishlaymiz biz. Ishlaganda qiziydi, ya'ni ishdan buzilish ehtimoli ko'payadi. Bu narsada. Bu kasallikka qarab, ya'ni ob'yomga qarab. Keyingisi doktori tajribasi. Ya'ni siz kerakli joyda shever ishlatishni bilishingiz kerak. Kerakli joyda kelisini o'xshagan qattiq suyakni oladigan instrument ishlatishni bilishingiz kerak. Va uchinchi faktor ham bor bu yerda, ya'ni bu kichik xodimlar, ya'ni medsestralar yoki asosan medsestralar
noto'g'ri tortib chiqaradi Assistentlar. yoki qanaqadir tushib ketadi, yo'q bo'ladi va assistentda. Ko'proq mana shu qo'yadi. ko'proq shu 3-o'ringa qo'yganni 1-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Agar hozir оборудованияni tez sinishi, ishdan chiqishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, shu sredний medpersonalni 1-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Man nima 3-ga qo'ydim? Nimaga? O'ylab ko'rmading. Nimaga? Chunki biza hozir shunaqa qilamiz. Xodimlarni o'rgatasizlar-da birinchi. Xodim o'rgatamiz, ha. Har bitta kelgan xodimni sen o'rgaturmaysan-ku. To'g'rimi? Biza qo'lga bundan yozib qo'yamiz. Ishlatish texnikasi. Texnika безопасности. Yangi medsestra kelsa, 1-o'rinda hamma ishini tashlayman. Aytaman shu nimaga, boshlarimizga o'rgat. Har bitta apparatni tanishtir. Keyin operatsiyaga kirsan. Ordinator, magister kelsa ham, mana hozir kanal tugayapti, hozir bolalar ko'pda nima tayyorlayapti, dastur. Shaver, lazer, kablator, endoskop, mikroskop, narkozniy apparat, atsos, asosiy uskunalar, bor o'rganadi. Dasham lampa bor tepada. Operatsion stol. Asosan 10 ta ekan uskuna asosiysi. 10 tani sanga imtihon qilib topshiradi ishlatish bo'yicha. Undan keyin operatsiyaga kiradi deyapman hozir. Ular lekin apparatga tegmaydi-yu. Studentlar. Nima tegmaydi? No. U assistent bo'ladi. Assistent bo'ladi. Stolni ko'tarib tushirish bor. Chunki sen garantiya bera olmaysan, sani sanitarka san bilan полный bir umishlaydi. Sanitarka almashuradi. Men talab qilaman nimaga? Chunki duosini berib chiqarib olaman uni. Kim? Shogirdlarida. Bilsa. Yo'q, ya'ni конечно. Ko'p holatda bizda nima bo'ladi? Medsestra bo'ladimi, ordinator bo'ladimi? Umuman farqi shu bizga xirurglarga yordam beradigan odamlar deylik. Uning ichiga hamma kirib ketadi. Ularni vaqtida o'rgatmasdan keyin biz talab qilishimiz. Bittasi qolib ketdi. Bizni medsestrani ham, sanitarkani ham defibrillator ishlatishga ham o'rgatamiz. Ekstren. Ekstren edi. Hech nima bo'lmasa o'rgatish kerak. Kim misol uchun aytib, medsetr sanitar mani ishim emas bu dedi, saqlab qolish. Hop bittasi ushdan ketib qoldi, bir narsa bo'lib qoldi. Saz defibrillator. Bu narsa bo'lib qolishi operatsion dedi. Avariy situatsiya bo'lsa, birinchi yordam. Даже ko'zga nimadir gepatitiki, spidi bor kasallik qon sachrasa, ko'zni yuvadigan suv bor o'zi bilan. Bitta bo'lsa pishillab yuvadi. Shunaqagacha bor. Ya'ni hammasi pulga borib taqiladi. Va bu narsani amalga oshirgandan keyin обучениesi ham pulli o'tdi. Chunki men starshий mestrdan alohida pul to'layman. Har bitta bola imtihon qilgani uchun. Alohida pul. Bizga alohida xarajat u. Shuni hisobiga operatsiya summasi oshadi. Chunki har bitta bemorga u ustiga summasi chaqib qo'yiladi. Bemorlar qiynalar ekan. Yo'q, qiynashda emas u. Nima qiynadi? Xavfsizlik uchun qilinadi. Xavfsizlik. Yo, bu narsa kerak. Bemor Sababi xavfsizlik. To'g'ri, senga ham menga. Agar оборудованиесini ursa qimmatga tushadi baribir. Yo'q, endi xavfsizlik deganlar menimcha to'g'ri, chunki noto'g'ri ishlatish sababli masalan оборудование buziladigan bo'lsa, operatsiya to'xtab qolishi mumkin, vaqti cho'zilishi mumkin, asoratlar bo'lishi mumkin. Yaqinda menda shunaqa bo'ldi. Boshqa klinikada operatsiya qildim. Operatsiya paytida ishlamay qoldi. Nima qilding keyin? Yaxshi oxirigacha qilib bo'ldim. Yo'q, ishlamay qoldi-da. Sho'sam nima qilaman? Keyin boshqa shaver olib ketdim. Yaxshi bor ekan ikkita shaver. Agar o'sha shaver bo'lmaganda-chi? Misol uchun. Bo'lmaganimi? Kelisanda mashhur plastik rakus shuni chiqardi. Yo'q, boshqa iloji yo'q qilasan. No, lekin bu operatsiya cho'ziladi, shunaqa qiladi. Bu yerda menga neudobство bo'ladi. Qarayda menda shaver sinib qolsa ekan deb hech kim aytmaydi-yu. To'g'ri aytmaydi. Просто neudobство bo'ladi. Operatsiya cho'ziladi. Neudobство bo'lgandan keyin, misol uchun men bu narsani agar oldindan bilsa, ya'ni qanaqa? Misol uchun apparat sekin yomon ishlashni boshlaydi. Texnika aytolmay, qara apparatga bitta tuzatib qo'ygan. U loqaydlik qilib apparatga qaramasa, uni aybi bo'ladi. Ya'ni operatsiya paytida buzilib qo'yganligi. Misol uchun nimaga operatsiya paytida buzilib qoldi? Chunki sen vaqtida qaramading bo'ladi. Chunki har bitta narsani ответственность olib
оборудование bu judayam muhim narsa. Men uchun Tizim. birinchi Sen shunaqa. aytgan narsa bu tizim. Ya'ni sen pismenniy виде yozma ko'rinishda texnika sen yozib qo'yishing kerak. Mana bu ishlamayapti apparat, qarab qo'ygin deb. Voycha menga yetmadi deydi. Menga bir narsada chiqib ketdi deydi. Men apparatni shovqin eshita olmadim deydi. Ya'ni bu katta tizim. Hozirgi zamonaviy shaverlarda qanaqa funksiyasi haqiqatdan ham bu foydali va qaysi birlari bu oddiy marketing Shaverda shaverda. irrigatsiya bu yaxshi qulaylik beradi hozirgi paytda. Endi irrigatsiyasiz ham shu paytgacha ham ishlatamiz. Irrigatsiya bilan ishlatsa, ya'ni suv berib tursa bitta vaqtda o'zida. Keyin yulmasdan, ya'ni lezviyasi juda ham baxtlanarki uzoqroqqa yetadi. Lezviyasi o'sha atsosi yaxshi bo'lgani hammasi bir-biriga bog'liqda. Lezviyani o'tkirligi bilan atsosni tortishi orasida suv berib tursa, o'shanda uzoqroqqa yetadi. Ya'ni zamonaviy eng hozirgi paytdagi shu. Qanaqa funksiyalari kerak emas deb o'ylaysiz? Bu prosta oddiy marketing deb o'ylaysiz? Qanaqa funksiyalari? Misol uchun, adashmasam shu bitta tarafga aylanishi bo'lsa kerak-da menimcha. Faqat chapga aylanishi, faqat o'ngga aylanishi, men shu paytgacha men bu narsani ishlatmaganman. Yo, sen ishlatganmisan? Endi u manimcha rinni borlida anaqalada ishlatiladi. Artroskopiyada menimcha ishlatish. Yo'q, ko'p shaverlarda bor rejim ham bo'lgani uchun, ko'p shaverlarda bor rejim bo'lgani uchun o'sha ahamiyatli. Rejim borda ishlatganingiz sakratadi. Sakraydi. Burunda ham farqi bor. Misol men unga prinsipial qaramayman u narsaga, lekin burunda chap o'ng burun bo'shliqda aylanayotganda chap o'ng-ku, bu yoqdan plastinka bor, bu yoqdan plastinka bor. Bunaqasi aylanib qolishi bor. Bu yoqdan aylanib olish. Bunaqasi yurib aylanishi bor, kesib aylanish. Farqi bor. Lekin biz o'ngga chapga ishlatamiz. O'ngga chap ishlatamiz. O'ngga chapga. Ya'ni misol shaverda men bu rejimni ishlataman. Shaverda. Faqat bitta tarafga. Bir tomonga bu rejimga qo'yaman. Shaverni o'zi bilan asosiy pazuxaga yoki misol reshotkaga to'g'ri kirib borish mumkin. Vizillatib aylanib kiradigan. Ishlatib qo'yishim kerak. Ishlatib ko'ring, kesin ko'rsataman. Prochega nimaga aytaman, u asosan bor nasatkasiga bog'liqda. Misol uchun borda uchida bo'ladi, kirishisi o'sha chapga o'ngga qilib ko'rganman. Lekin shaverni o'zida faqat bor rejimini qo'yganimda ko'proq tiqilib qo'ygan. Faqat bitta tarafga aylangan payt. U tomoni chekkanida chap o'ng tomonga ahamiyati bor. To'g'ri. Shuning uchun ya'ni bu narsa o'zi ko'pincha Shtorsdan kelib chiqqan. Germaniyada bekorga qilinmagan bu narsa. Yo'q, qilinmagan. Nimadir joyi borki, foydali. To'g'ri. Ya'ni burun bo'sh chap o'ngga qaraganda ishlashda. Shaverda irrigatsiya qanchalik senga muhim? Suv muhim. Chunki Qanchalik darajada? xuddi baliqga suv qanaqa kerak? Misollar, shaverga xush narx kerak. Chunki men birinchi boshlaganimizda aytishgan. Lekin nimaga ko'pincha suvsiz ishlatasan-ku? Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim mana u. Shaver prinsipial o'zini pompasi bor, pompasi bilan aytaman. ulangan bor. Bu ana assistent suv quyib turishi emas. Yo'q. Shaverda irrigatsiya bilan ishlatish, assistent suv quyish ham u ham irrigatsiyadan turadi. Hatto ko'proq quyadi u. Kamera bilan birga. Prosta shaver quygani irrigatsiyasi zo'r tomoni nima? Rukoyatga uzoq vaqt yetadi, qizib ketmaydi. Ichining motori tiqilmaydi. Chunki assistentingiz quyganda kerak joyi har doim quyib ola olmaydi. Unaqa assistentni tarbiya qilish uchun ham 1 yil 2 yil vaqt ketadi. Keyin baribir erinadi-da, u irrigatsiyani o'zini yoq, ana shaverga tiq, sistemani ortiqcha xarajatda. Misol bir ortiqcha xarajat tan olish kerak buni. Har doim ham bo'lmaydi firmalarda u. Hamma firmalarda ham bo'lmaydi. Hamma firmada, misol Xitoyda ko'pida yo'q. Shtors qarasang, orqasi tiqadigan joyi bor. Misol uchun Traus koreyskini ko'rsang, unda ham tiqadigan joyi bor. Metroni qarasang, unda ham bor. Nimaga? Qimmat, stoyishli, brendoviy, yaxshi uskunalar hammasida irrigatsiya bor. Hammasi o'ylanilgan.
qizimasin, uzoqroq yetsin deb, tiqilmasin deb. Bizada atsos Xitoyga $200 yaxshi tortmayapti deydi, ko'p tiqilib qolyapti deydi. Конечно, atsos bosimi past. Xuddi bosimi 4-5 atmosfera bosimda bo'lishi kerak. Hozir manometri bor, shundan ko'rib bilsa bo'ladi. Постоянно poliv bo'lishi kerak. Shuning uchun ham poliv, irrigatsiya kerak. Обязательно. Endi marketing tomoni menga yoqmaydigani, nechidir yilda o'sha apparat olib tashlaydi производствоda. Misol uchun 400 ga. Biz yaqinda olamizda va oldik ham shu Neurodrill deganni oldik. Unda ham o'sha firma aytmagandi menga. Что pompasi irrigatsiya bilan olgin deb. Chunki quloqni наконечник sochilib ketdi. Suv quyib tursa ham yetmaydi. И fes qilayotganda ham 400 ga sindi. Yangi hali maslada halida sindi. Undan bizadagi traus ancha ketyapti-da undanda. Shtur sochilib ketgan. Sifati ham oldingidek emas. Aytishyapti, poliv olmagansizlar deydi. Aytganingizni biz poliv olardik birilar. Mana biz aytamiz. Yoki traus oldingiz, orqasiga irrigatsiya ulab qo'ying deymiz. Shturdan shunaqa degani ulab qo'yardi. Endi bizda o'tda kanapasi qilamiz, klinikada bizni aslida boshqa bolalar qaraydi. O'sha yerda ular gaplashgan shunaqa degandi. Chun poliv kerak, marketing oddiysi shtursi marketingi. Zo'r, Nemeski, Made in Germany degan nomi bor. Lekin 5 yil oldin olgan narsangizga yangi chiqayotgan tushmaydi. Boshqa qo'yish kerak. Rukayelka ham boshqa olish kerak, наконечник ham boshqa olish kerak. Farqi nima? Prinsip nima? Va o'sha lezi, o'sha bor, o'sha gradus hech nima o'zgarmagan o'tdi. Misol metronik, любойni o'zgartirsa, любой tushib turadi metronik kuchi. Faqat skorost oshgan, lezi bir xil. Shuning uchun menga 400 dan metronik yoqadi. Assortimenti bo'yicha. Lekin вообще qimmat. 45 ming, 50 ming turadi. 400 o'zimi? E'tiroz. Shevera. Komplektatsiya bor bo'ladi. Nima ko'proq o'sha shever apparati shu lezviyasi yo bo'lmasam rukoyatkasini tez sinishiga sabab bo'ladi. Hop. Birinchisi shu lezviyasini rukayatga kirib chiqarish texnikasi. Kimda tiqib oladi, tortadi. Izognitlarni. Hozir primoyda bunday bossa, bunday qilsa chiqadi. Chiqadi. O'zini qolipi bor qiladi. Sal ayantasa to'g'ri chiqadi u. Izognitli adenoidlarda bo'lsa, u izognitida qiyshig'ida ichida prujinasi bo'ladi. Prujinasi. O'zi prujinasida chiqadigani va chiqmaydigani bor. Aytamiz, medsestralar bu chiqmaydigani. Chiranma, harakat qilma, chiqmaydi bu. Chiqsang $200 ketadi. Olingni olib qolaman, hop dedi. Chiqarib, ikkita qilib beradi. Uzilgan. Bir xillari bor chiqadiganni biz tushuntiramiz. Buni og'zini tashqari aylantirib, "Nima chiqarasan" deymiz. Nimaga bu hali aytdim, arizator magistrlarga o'rgatish kerak edi. Metronikda tortgan medsestra yuvaman deb ichini prujinasi uzilgan, joyida qotgan. Chiqarolmagan, bo'pti degan. Kelyapti originatorimiz. Shunda olib berdiga. Prujina o'zi ma'muncha bo'lishi kerak. Orasidagi masofasi. U bundoq chiqib qolgan yana. Uchida majburlab tiqib qo'ygan ichiga. Har doim she'r olganda bosib ko'raman, qanday ishlayapti. Test qilib ko'raman har doim. Qilsa aylanmayapti. Chunki stol ustida qaraganman, 3 ta 4 ta nasadga bittasi sal uzunroqda. Dedim, sal ketibdi shu dedim. $200 hamma minus shunga dedi. Mana shunaqa bo'ldi. Arizatorni olib tiqib qo'ygan. Shundan keyin bizda boshlandi. Ya'ni medsestra o'rgatasan, ordinatorni o'rgatasan, undan keyin operatsiyonga kiradi. Chunki hamma shogird yuvinish xohlaydi, masga qarash deydi, asiyat qilish xohlaydi. To'g'ri, uni qilmoqchimisan, ukam oldin o'rgan apparaturalarni. Chunki har doim yonimdan $5000 amortizatsiya uchun men tiko'rayman klinikaga deyman. Uni operatsiya qilmay qo'ya qoling undan ko'ra. To'g'ri, ko'playinda demak Shunaqa joylari bor. Ya'ni bu tizim, bu vaqt soat bilan keladi. Ya'ni marketing tom yoqmaydigan tomoni shu. Yangi amaliyot qilib, yangi narsani sotish. Lor jarrohligida yana ham muhim ish quroli hisoblangan lor instrumentlar
qanaqa lor instrumentlarni har bitta operatsiya jarayonida ishlatasizlar? Bormi shunaqa instrumentlar? Faqat o'sha har bitta lor jarrohligida ishlatiladi-da. Endi bitta mani optimdan kelib chiqqan holat aytishim mumkin. Bitta instrument yo'q, albatta. Lekin shu 2-3 ta instrument borki, deyarli har bitta operatsiyada ishlatiladi. Misol uchun, primoy atsos, izognitniy atsoslar, qiyshaytirilgan atsoslar va shu bunaqa носовое зеркало. Shu instrumentlar bo'limi ancha ko'p marta ishlatilgan. Sababi bu burunga taalluqli bo'lgan operatsiyalarda. O'zi instrument ergonomikasi qanchalik muhim? Ko'rinishi. Nu, qulayligi. Masalan, deylik, har bitta brendni o'zini instrumenti bo'ladi, bir-biridan farq qiladi. Kimdirlar deydi, masalan, men bu brendda menda qulay, bunisizni ishlolmayman deydi. Именно shu uchun aytishadi, mana shu brendniki bo'lishi kerak, talab qo'yishadi shunaqa masalan. Ergonomikasi qanchalik muhim? Yo bo'lmasa Senchana talabim bor, oltin qoilam bor deb. Bilaman. Hozirchaga hozir aytsam bilaman, tuyg'un hozir bunaqa plastkogubsida ham qilib yuboradi. Operatsiyalarni. Men uchun muhim. To'g'ri. Misol uchun boshida operatsiyadan o'rganayotgan paytimda shunaqa deb o'rgatishgan ustozlarim. Mana shu instrumentni birinchi o'rgan. Yomon instrument o'rgan. Keyinchalik yaxshisini qadrini bilasan, keyinchalik yaxshisiga keyin o'tasan. Men bu narsaga to'g'risi unaqa qo'shilmagan bo'lar edim. Chunki yo'q, именно shu narsaga. Chunki noqulay narsada ishlash o'zi ham qiyin. Keyin anaqa qilish o'zi ham bemor stradать qiladi. Ya'ni men misol uchun kaprizni emasman operatsionni paytda, ayniqsa instrumentlarga, lekin o'zimga qulay bo'ladigan instrumentni har gal olish tarafdoriman. Misol uchun o'zim uchun shu instrumentlar qulaymi? Обязательно olaman. O'sha instrumentda ishlataman. Например, duch kelgan instrumentlarda ishlatishga uni tarafdor emasman. Chunki har bitta instrument o'sha qilayotgan operatsiyamga rezultatiga ta'sir qiladi. Ko'p holatda. Har gal emas. To'g'ri, agar biz hozir urushda bo'lsak, военный полевой xirurgiyada unga qarab o'tirilmaydi. Aytishim mumkin, bir xil firmalar bor. Kачествоga unaqa qattiq e'tibor berishmaydi, ya'ni qo'polligi bor. Nimaga bir xil instrumentlar rostdan ham qimmat? Chunki u juda ham delikatniy qilib ishlatiladi. Unda ishlash o'zi ham oson. O'shanga men uchun, конечно, bu narsa muhim. Demak, qimmat instrumentlar bilan arzon instrumentlar orasida farqi bor demoqchisiz. Farqi bor. Men uchun farqi bor, to'g'ri. Chunki men har xil instrument ishlatib ko'rganman. Farqini sezganligim uchun aytishim mumkin-da. Bir xillar bor, professionalizmi juda ham yuqori. To'g'risi, ularga endi muhim jihati bu yo'qroq. Menimcha bu narsa menimcha operatsiya paytidagi kaprizga bog'liq bo'lsa kerak balkim. Yo'q, kapriz emas, menimcha inson tabiatiga bog'liq. Misol uchun, bitta oshpazga makaron bersangiz hamchi, shu oyoq ovqat pishirib beradi-da. Masalan, 3 ta narsa bersangiz ham, mana shuni ovqat qilib bersangiz qilib beradi. Men tabiatan kaprizli odam emasman, o'zim biladi. Men safarda ham o'zi yaqin qadrdon do'stim, safarda ham pul oldi berdi, hamma narsada biz sinovdan o'tganmiz. Shu ko'z tegmasin deymiz, lekin biza viloyatlarga ko'p chiqqanimiz uchun operatsiyalarga men u narsaga prinsipial qaramayman. Misol uchun Xitoy instrumenti bo'lsa, undan ishlab ketaveraman. Hindistonlik bo'lsa unda, Pokistonlik bo'lsa unda ham ishlab ketaveraman. Nimaga? Chunki biz shunda pishganmiz. Chunki bor viloyatlar operatsiyaga chaqiradi. Bering deydi. Misol uchun asorat bo'lib qolgan.
Va instrumenti yo'q. Bor chala. Bor arzon Pokiston instrumentini olgan. Endi shunaqa bo'lsa ham u o'sha o'zini aholisiga yordam berib yuribdi-da. Ya'ni maksimal imkoniyatdan kelib chiqib, zo'r pul topmaydi, lekin topganini instrument olib o'ziga sharoit qilib qo'ygan. To'g'ri, shtorz olmagan. Xitoy Pokiston olib qo'ygan, lekin qilib chiqsa bo'ladi. Ya'ni xuddi o'sha gap yana boshida. Ya'ni pichoqni qanaqa ishlatishga bog'liq bu yerda. Shu ruchkada ham kimdir yozadi, pochirki chiroyli. Kimdir pochirki xunuk. Kimdir yozmasa ham birni amallab chiroyli yozib chiqadi. Ya'ni to'g'ri, bu narsa saz bo'lib qolmaydi. Men o'zim boshlaganim o'sha Hindiston instrumentida boshlaganman. Haligacha deyarli 90% instrumentim nimaniki? Hindistonniki. Nimaga? Chunki instrumentni sinishi, amortizatsiya juda katta. Birinchidan. Ikkinchidan bizda lor operatsiya ko'p. Lor operatsiya turi ko'p. Turi ko'p bo'lgandan keyin sindi chiqdi ko'payadi. Ya'ni mikroinstrumentlarimiz bor, quloqniki. To'g'ri, instrument tanlab olamiz, lekin men nemetchika olmayman. Olsam zo'r, to'g'ri, sal sifat yaxshiroq, lekin unda ham asosan 3-4 ta instrumenti bor, 3-4 ham asosiysi. Kerisini, Blackslisi, Perkussionisi, обратный men unga anaqa qilmayman обратныйga. Zontlari. Men uchun 4 ta instrument mana shu asosiy tush kerak bo'lgan. Va Xitoyga, Hindistonga bo'lsa ham mana shu 4 tasini asosiyni tanlayman, qolgani muhim emas menga. U hammasi qo'shimcha bajaradi. Lekin bilamiz, Germaniya deydimi, Amerika deydimi, ko'pi Xitoyda chiqadi. Ko'pi zavodini ko'chirgan va ko'pi brend hisobiga qimmat. Normalniy qimmat brend hisobiga. Misol xuddi shunaqa bir xil adinkadan so'ti ko'p institutga borgansiz, ko'rgansiz. Biriga bir shtorz bilan nomi yozilmagan instrument bir xil. Bittasi kelyapti X bo'lib. Yoki boshqa firmalar kelyapti. Arzon. Misol Turkiyaga borib, medtexnika magazinlariga teng yarmidan arzon. Yangida 4 ta instrument. Azmi ishlagan, lekin yangida shtortski. Bitta katta instrumentingiz kerisi $2,500. Lekin oddiy Hindistonniki $100, $150. Bizning hozirgi magazinlarda shunaqa o'sha adinkadan ishlaydi. Shuning uchun men o'ylayman, bunaqa to'g'ri joyi bor, aytganingdek, talab qo'yiladi. Joyi bor, bo'ladi deyiladi. Joyida albatta joyida, lekin menimcha tajribamiz ortgan sari bu narsaga qattiq talab qo'ymaymiz menimcha. Men ko'p holatda men qanaqa deyman, agar shu narsa imkoniyat bo'lsa olish kerak. To'g'ri, imkoniyat bo'lsa, Imkoniyat bo'lmasa, o'sha yerga bor narsani o'shanda ishlatish kerak. Например, operatsiya bo'lyapti. To'g'ri, men o'sha yosh o'rganib yurgan paytimizdagi bor edi, esimda bor. Shunaqa xirurglar bor edi. Endi yo'q edi bunaqa instrument, u xohlayotgan instrumenti yo'q. Qani shu instrument operatsiya ketyapti. Boshqa iloji yo'q. Endi o'sha yerga bor instrumentdan o'sha qilib chiqish kerak. Yoki bu narsani shu instrument bormi? Agar shu instrument bo'ladigan bo'lsa, keyin kelaman deyish kerak. Bu to'g'ri, u masala bo'yicha endi ko'p o'rganib. chunki biz davlat klinikasida ishlaganimiz uchun, endi hozir emas, endi bir 4-5 yil oldin borganimizda viloyatlarga o'sha yerda bor instrumentni shu oddiy septoplastikami, to'g'ri, oddiy instrument qilib chiqardik. Nemetskiy emas, Pokistonlik kalta, qisqa instrument qilib chiqardik. Endi shu imkoniyatdan kelib chiqib o'sha yerda. Lekin bu narsa sifatimizga ta'sir qilmasdi. To'g'ri, sal qiynalasan, bir operatsiyangiz yarim soat cho'ziladi. Lekin o'sha yerdagi vaziyat shunaqa. Lekin hozir normalniy pulli tikilgan, gosuchrejeniyaga tenderda yutishgan, hozir ancha bo'lib yaxshi bo'lib qolgan. Ya'ni vaqt kerak, sifat narsaga o'tishgan. To'g'ri, period bo'ladi, shu perioddan biz o'tganmiz. Lekin hozirgi shogirdlarimizda hamma imkoni bor. Bu instrumenti bor. To'g'ri, biz Husan bilan boshlaganimizda ham qiyinchiliklar bo'lgan. Oylab ishlamagan, yillab ishlamagan paytlarimiz bo'lgan. Yalinib yurganmiz to'g'ri orqasidan, ko'raylik, kiraylik deb. Hozir qayerga qarasangiz, klinika ko'p, lor klinikalar bor. Husan kelsa ham yo'q demaydi, bizga kelsa ham yo'q deymiz, o'rgan. Ya'ni o'rganmoqchimisan faqat. Hali tayyormisan? Sinovlarga, testlarga deyiladi. Tayyor desa o'tadi.
Nima muhim, brend yoki instrument sifati? Instrument sifati. Brend. Man o'zimda ham necha marta bo'lgan. Qimmat brendlar ham noqulaylik instrumentlarda ham bo'ladi. Yoki bir xil agar ko'proq даже instrument sifati deb tez zanglab ketadimi yo'qmi, sinadimi yo'qmi, shuni so'rasizmi? Ba'zi payt bo'ladi, bizga klientlar keladi. Aytishadi, bizga mana shu brenddagi narsa kerak. Biza taklif qilamiz, masalan, alternativa xuddi shunga o'xshagan sifati undan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin yoki bir xil bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik eshitishni ham xohlashmaydi. Yo'q, bizga imенно mana shu narsa kerak. Apparatda ham, instrumentda ham. Shu ma'noda so'radim. Tushunarli. Yo'q. Bunda brend muhim emas. Ayniqsa hozir har xil juda ham brendlar o'zi ham ko'p bo'lib ketgan. Eng birinchi o'rinda qanday qilib stilizatsiya qilish, qanday qilib uni parvarlash qilish. O'sha narsa muhim. Instrument sifati muhimroq deysiz. Da. Chunki ko'pchilik endi masalan ustoz bo'lsa yo qayerdadir o'rgangan bo'lsa operatsiyani, именно qaysi instrumentda o'rgangan bo'lsa, qaysi apparatda o'rgangan bo'lsa, именно o'sha narsani xohlaydi. To'g'ri, endi O'shanda biz tushuntirishga harakat qilamiz. Taklif beradigan bo'lsak ham, yo'q, men shunda o'rganganman, boshqasini tanolmayman deb eshitishmaydi. to'g'ri. Mana bunaqa narsa mana tuyg'un ham shunaqa, menim. Misol uchun ko'plar keladi, klinika ochayotgan odamlar, biznesmenlar keladi, shunaqa mana lor vrachimiz keldi, shu instrument ko'ryapti. O'shani tanlashib oling, qaysi instrumentlar yaxshi deganda qo'liga немецкий jurnal olgan, то есть katalog olgan. Который bitta, misol uchun instrument kerak bo'lsa, там keresning instrumenti целый bir komplekt instrumenti narxida. Shuni tanlash boshlayapti. Hali lor operatsiya boshlanmagan, hali hamma lor operatsiyalarini ham qilmaydi u doktor. Men qarab turman, хорошо, yo zo'r bo'lmasa, конечно, shu to'rtta bo'lsa, bu qiladi, qanaqa zo'r-ku. Misol uchun agar siz водитель olasizda qo'liga Mercedes kaltini berib qo'yasiz. Maza qilmaydi-ku. Lekin bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak, ikkita tarafdan qabul qilish kerak. Misol uchun tangani ikkita taraf bo'lgani bilan to'xtang. Xo'p, shu narsani agar hozir oling, zo'r ekan, bo'ldi, bosing, oling, hammasini oling. Misol uchun polniy lor instrumentlar o'rtacha agar shtor solinadigan bo'lsa, где-то bir 60 ming $70 ming bo'ladi. Faqat instrument o'zi. Uni alternativasini boshqa brendda oladigan bo'lsak, misol uchun bir 10 mingga bo'lar. Shunisi farqi qanchalik kattalik farqda. U narsani bilib turib etmaslik mening insofimga bog'liq. Ya'ni qachon men u narsada bir so'm pul ishlamayman ham, men endi lekin shu narsani bilib turib ertaga men javob berishim ham bor-da. To'xta, men bilib turib bekordan bekor meni chaqirmagan yoki bekordan bekor tuyg'uni chaqirmagan. To'g'ri, joyi bo'ladi. Men misol uchun aytishim mumkin, to'xtang. Aka, men kalkulyator olmang. Tushuntirman, bu arzon, lekin buni men ishlab ko'rmaganman, lekin ishlaganlar aytadi, bu uzoqqa bormaydi. Undan ko'ra sal qimmatrog'i bor, shuni ishlating, xudo xolisa bir kamida 10 yil sizga ishlatib beradi deb aytishim mumkin. O'shanga ham budjetga ham taqaladi bu narsa. Albatta instrument kachitasi boyaga aytganimda uni уход qilishi. To'g'rimi, To'yxon? Albatta. Siz qanaqa fikrdasiz, To'yxon aka? Brend yoki kachita? Bitta men ikki tomondan qarayman. Ikkita shaxs sifatida qarayman. Bittasi shifokor sifatida qarayman, bittasi biznesmen sifatida qarayman. Shu boshqa sifatida qarayman. Men uchun muhimi sifati. Brend meni umuman qiziqtirmaydi. Brend. Chunki bilamiz. Bir xil aytadi-yu, brend zo'r bo'lsa, например, mana shu to'g'risi kachitasi baribir tan olish kerak. Hindistonnikiga qaraganda kachitasi baribir Tan olish kerak. To'g'ri, men aytaman, mana doktor sifatida qaraydigan bo'lsam, doktor sifatida qarorni aytaman. Shtor zo'r, komfort joyga ishlagim keladi. Ertaga men Husan chaqirsam ham, Husan aytadi, "Tuyg'uni, instrument shtor ekan, zo'r ekan, gap yo'q" deydi. Va ertaga chet eldan mehmonni chaqirsam ham, "Shtor gap yo'q" deydi.
istoriyalar Instagram qo'yib olib ketadi videolarni shtorch yozuvchi chiqadi, bundoq ko'rsatadi deb qarash bor. Nima aytaman? Bunga aytaman doktorga, bu operatsiyani o'zi nechta qilasiz oyiga deyman. Qanchada qoplanadi instrument o'zi deb qo'y. Qoplanish emas o'zi. Misol uchun bir oyda 20-30 ta operatsiya qilasizmi deyman shu instrumentda. Shuni o'rniga один kadam ishlaydigan, faqat brendi nomi yo'q instrument olib bersam bo'ladimi deyman. Misol mana shtorch zo'r operatsiyaga $100,000 chiqyapti Hindistondagi ishlaydigan yoki Xitoy ekanda, hozir Xitoy один kadam chiqaryapti hozir. Shtorch, podshtorch chiqaryapti Xitoy. $20,000. $80,000 men senga palateni yaxshi qilib beray. Shuni o'rniga yaxshi shever olib beray. Operatsionni stol olib beray. 5,000 emas, $20,000 olib beray. Operatsionni stolni narkozni yaxshisini qilib beray deb men aytaman unga. Chunki men biznesmen sifatida bilaman, men uchun apparatura hammasi menga muhim. Chunki men bitta lor bilan ishlamayman-da. Men anesteziolog bilan ishlayman, medstera bilan ishlayman, revmatolog bilan ishlayman va uni pulini chiqarish bilan ishlayman men. Chunki men yana reinvestitsiya qilishim kerak. Men klinikamni ochib qo'ydim. Lekin bu doktor bitta lorini o'ylaydi. Men boshliq sifatida butun klinikani o'ylayman, uni kelajagini ham o'ylayman. Va set qilib ko'paytirishni o'ylayman. Bitta tomondan men lorni o'stirishni o'ylayman sohasini. Potoki ko'paysin. Ya'ni bu yerda maqsad pul qilish emas, ya'ni boshliq sifatida shu xalqqa yordam bo'lsin, foyda keltirsin deb. Nimaga? Nimaga? Chunki bemor keladi, imkoni bo'lmaydi. Xayriya qilib, muruvvat qilib, texnik qilib berasan. Barhar bitta qilgan operatsiyanda amortizatsiyada xarajat ketadi-ku. Pisa bilodib qorni xarajat. O'sha paytda bizil qoldi, sinov keldi. Lekin shtorch singan yoki yo'qoldi. Bittasi o'g'irlab ketdi. Ko'p bo'ladi unaqa narsada. Shuning uchun biznesmen sifatida menga brend qiziq emas. Brend. Lekin o'zim shifokor tomon o'to'g'ridan qarasam, menga ham hozir brend qiziq emas. Menga boshdan ham qiziq bo'lmagan. Menga asosiysi o'sha ishni qilib beradigan narsa bo'lish kerak bo'lgan menga. Nom emas. Mersta brend, BMW deb uzoq vaqtga chidamliligi bo'yicha-chi. Mana o'zimda Hindiston instrumentlari 90% nima hali? Shtorch. $80,000 ga neurodrill shtorchisi bor mashinkasini oldik. 2 oyga bormay shever uchisindi. Shu quloq ishlatadigan nimasi bor, nakonechnigi bor. Bor ekan. Sochilib ketdi ikkitasi. Bittasi $2,000 turadi. Lekin sizning olganimiz bor-ku, ana Vertex degani. Nemetskiy. $500 ham olganmizmi? Haligacha ishlayapti shu. Mana nomi qayerda? To'g'ri, sar dizayner chiroyli nom shtorch yozib qo'ygan. Uni oddiy mahaliga ishlataman men. Yoki oddiysi anaqa stomatologический tutdi. Ustiga bir chesta qilib beradi yana remontini. Shtorchskini falan deydi. Ancha zapchasi yo'q deydi. Servis sentriga bersang, u qachon keladi u? 6 oy ketadi. O'shaning uchun menga ishlashi muhim. Ya'ni shu рабочий части muhim. Zanglamaslik hozir shtorch ham zanglayapti, boshqasi ham zanglayapti. Bitstalar hamma narsani Nimadan zanglash boshlaydi ularga bu instrument? Zanglash. Birinchi o'rinda rastvor. Birinchi o'rinda rastvorda birinchi rastvorda sifatsiz bo'lishi va rastvorda uzoq vaqt qolib ketishi. Bu meditsan e'tiborsizligi sabab qolib ketishi. Shuni hisobiga asosan instrument zanglaydi. Chunki biz bilamiz, bitta instrumentni biz 8 ta klinikaga olib boramiz. Borishdan oldin biz instrument berib boramiz. U klinika tozalab, yuvib, sterilizatsiya qilib, o'zining dokumentatsiyasiga qo'shib qo'yadi shu instrumentni. Instrumentni biz borganda ochib ishlatamiz. Yuvib, tozalab beradi. Biz klinikaga olib kelsak, biz klinika yana boshqatdan sterilizatsiya qiladi, dokumentatsiya qilib yana. Ya'ni priyon передаcha bor. Birinchisi, ya'ni 8 ta joyda bizda bir xil sikl qo'yilgan, bir xil rastvor, bir xil sterilizatsiya. Cho'tkada yuvadi, tozalaydi, kerak bo'lsa, yilda 1 marta, 2 marta bolalar shu boltlarni yechib, silikon smaska qiladi.
qilmasa puldek ketsa mani cho'ntagimdan yoki sherigim cho'ntagidan ketadi bu narsa. Klinika cho'ntagidan ketadigan narsa. Shuning uchun birinchisi vaqtida smaska qilinishi kerak. To'g'ri rastvor tanlash kerak. Uzoq qolib ketish kerak emas. Medsestra unga qarash kerak. Medsestra bor bu yerda. Va yana biz ko'pincha kontrol qilolmaydigan 5-inchisi bor, bu OTS bo'ladi. OTS bo'ladi. OTS qarash kerak. Nimaga? Chunki avtoklav o'zi ma'lum bir gradusga ko'tarila olmaydi. Nam bo'lib qolib ketadi. Nam bo'lib qolgandan keyin bu instrument nam bo'ladi-ku. Hamma bolt, shuruplarning orasida zang bo'lib yig'ilaveradi. Chunki OTSchi yaxshi yuvmagan uni. Chaymagan, tozalamagan. Ko'p kunga aytamiz, kompressorni olib bering, ichiga havosini chiqartirish kerak suvlarni deymiz. Mana shu bo'yicha qattiq talab qo'yamiz biz. Davay. Yaxshi qo'yamiz kunlar. Asosiy 5 ta faktor insulin sifatida ta'sir qiladi. Ba'zi joylarda bergan joyimizda instrument bilan ishlatishadi. Uzoq yillarda hech qanaqa zanglamaydi, muammosi ishlaydi. Ba'zi joylarda bitta, ikkita operatsiyadan keyin telefon qilishadi, instrumenting yaxshi emas ekan, zanglash boshladi deb. To'g'ri, chunki tez rastvordan ham ekonom qilish bor-da. Oddiy yangi tez rastvorlarni ishlatmasdan eski xlorgan ishlatishadi. Qolib ketgan. Yoki sterilizatsiyani etapi bo'yicha qilmagan, orasida rastvor qolib ketgan. Rastvor qolib ketgandan keyin o'sha bilan avtoklavga tiqib yuborgan, avtoklavda gradus oshadi-ku. Oshgandan keyin zang bo'lib chiqib ketadi. Noto'g'ri yuvish hisobiga-da. Ko'pincha avtoklavga tiqib yoki so'g'ishlarga tiqib yuborsa yaxshi yuvmagan hisobiga qon ichida qolib ketadi-ku. Qon o'zi yomon hid tashlaydi instrumentlar. Ayniqsa eng yomoni kamiga yana qimmat instrumentlar. Nimani hisobiga qimmat u instrument? Chunki u mexanizmi qimmat. Masalan, обратный прокус ushlar, izognatorlar, shunga o'xshagan mexanizmi o'zi qimmat bo'lgani uchun orasida qon qolib ketadi-ku. Bitta narsa bor, yana ultrazvukovoy bor-ku. Telefonchilarga borsang, apparat turadi, Chang chiqarib solib qo'yadi, ichidagi anaqasidan chang narsani chiqarib tashlagan bo'ladi. Shunday apparat ham bor. Ultrazvukovoy apparat bor, meditsinskiy bor. Solib qo'ysa, vibratsiya bilan chiqarib tashlaydi orasidan. Ham bo'lishi kerak. Ya'ni ko'p kimdir bunga borgan, kimdir yetib kelmagan. Endi bizda shifokor bo'lib turib, ham tadbirkorlik qilib bu narsani yo'lga qo'yganimiz uchun biz o'rganib chiqib, shunga kelganmiz, ultrazvukovoy bo'lishi kerak. Chet elga chiqsangiz, katta hammasi ultrazvukovoy bor. Hammasi qarasangiz, katta angarlar bor. Sterilizatsiyon katta bo'lim bor. Ikki etaj ekanligi. Chunki bu pulda hammasi. Asrashni bilmasa, u pul milliard ketaveradi. Agar o'sha siz aytgandek sterilizatsiya jarayoni noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mana degan qimmat instrument bo'lsa ham baribir zanglaydi demoqchisiz. Biz ko'rdik, metalliga navasiga farq qilmaydi. Hammasida. Chunki bizda hali yevropeyskiy ham, Xitoyning, Hindiston hamma instrumenti bor. Hammasidan bor. Noto'g'ri qilsak, zanglaydi hammasi. Lekin oxirgi payt eng jivuvchi Hindiston bo'lyapti hozir. Yo'q. Eng jivuvchilar. Tushunarli. Hozirgi kunda ko'pchilik lor jarrohlar qiziqadigan, ko'p so'rashadigan egiluvchi endoskop, ya'ni gibkiy endoskop. Shu haqida gaplashadigan bo'lsak, gibkiy endoskop lor diagnostikasini qay darajada o'zgartirdi o'zi? Gibkiy endoskop, ya'ni egiluvchanlar talab ortyapti oxirgi yillarda. Sababi misol uchun oddiy bizni yangi boshlangan, Xushtandan boshlangan shu Xurrey xirab uyqu nafas to'xtash loyihasi operatsiya turi ham bir salkam 20 ta operatsiya turi qo'shilgan hozir. Oddiy xirab ketidan-da. Ya'ni yangi ilm olsangiz, yangi ilm o'rganib olsangiz 20 xil operatsiya qo'shilyapti hozir. Xurreyning o'zidan. Va shu bilan shu egiluvchan endoskoplar ham rivojlanib ketdi hozir. Oldin hiqildog'i ham unaqa talab qilib olishmasdi. Lekin Xurrey bo'lgandan keyin ancha kuchaydi talab. Xurrey temasi boshlangandan keyin. Albatta yaxshi. Oldin ambulatorda topilish qiyin bo'lardi. Lekin hozir ambulatorda bor. Ya'ni foydasi ko'p. Tashxis qo'yishda, misol uchun oddiy ambulatorda ham shunday burundan kirasiz. Qiltanoq tiqilgan va ketib qolgan yoki yaz qo'yishda ovozda muammo bormi? Zo'r. Juda zo'r. Ko'paysa yaxshi albatta. Va sifatlisini ham olsa yaxshi.
Chunki u ham yana aylanib keladi dezinfeksiyaga yana. Ya'ni shu sterilizatsiyasi yana shu muammo ko'tariladi unda ham. Chunki bu ham oddiy sineskopga o'xshab unda ham shu muammo bor. Faqat sineskop bir $300-400 tursa pullarga. Ha bu faqat ham 5000 dirham minimum. Ya'ni yaxshi narsa, ko'p foydali. Doktor ishini ancha osonlashtiradi. Uni ham to'g'ri ishlata olsa. To'g'ri. Ayniqsa oxirgi payt shu oldinlari unaqa ko'p ishlatmasdim o'zim, to'g'risi. Ayniqsa hozir oxirgi 1 yil ichida juda ham aktiv ishlatishni boshladik. Aktiv shug'ullanyapsiz. Ha. Yaqinda sotib oldik. Boshqachasi, yaxshirog'ini. Birinchi sotib olishdan oldin bir so'radim. Hozirgi paytda boshqalar ishlatayotganlardan. Nima deb o'ylaysan, qanaqasini olganim yaxshi? Chunki ular mendan ancha oldin ishlatishni boshlashganda. Sirazi bitta gapi, olganga yarasha sirazi yaxshisini ol. Sababi biz hozir ishlatyapmiz, o'sha paytda arzonrog'ini oldik. Lekin hozir afsuslanyapmiz. Nimaga? Sababi o'sha bu narsadan qoniqmayapmiz. Sababi operatsiya ko'payganda o'sha. Ko'p ishlatishadi, yana ozgina xiralashib qolgan, yangisini olishga majbur bo'lamiz. Ya'ni o'sha skupoy pati даже deb endi qanchalik to'g'riroq bo'ladi bu narsaga, lekin hozir o'sha rostdan qimmatini olishga majbur bo'ladi. Mana shu paytda to'g'ri o'sha qimmatini oldik. Juda ham afzallik taraflari ko'p. O'zi yozadi, juda aqlli, o'zi yozadi. Har bitta bemorni kontaktlarigacha, raspechatkaga hammasini chiqarib qo'yish mumkin. Albatta bemorni ko'rganda to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beradi. Misol uchun burundan kiriladimi, har xil operatsiyadan keyin pazuxalarga kirsa bo'ladimi, bolalarda misol uchun umuman deyarli travmasi yo'q. Juda nozik narsa, to'g'ri, uni to'g'ri ishlatsa, lekin travmasi yo'q desa ham bo'ladi. Qanday nosozliklar ko'p uchrab turadi gibga endoskopda? Xirib bo'lib qolishi mumkin. Chunki bu juda ham ingichka-ku. Nima sababdan vaqt o'tgan sari xiralashib qoladi bu narsa? Sterilizatsiya yaxshi bo'lmaydi. Suvda ko'p qolib ketadi. Sterilizatsiya yaxshi bo'lmaydi. Travma olishi. Keyin ko'p holatda bir xil gibga endoskop bo'lgandan keyin bolalarga ko'p ishlatadi-da. Bolalar bu hech qachon endi hammasi ham jim turib bera olmaydi-ku. Keshatirib yuboradi, bu narsa qiladi, shu bilan travma oladi. Albatta qarash kerak, qanaqa turi. Misol uchun tolalimi yoki sifroviy kamerali. Uchilik hozir chiqayotgan yangi kamera chiqyapti, sifati ham zo'r. Oldingilarida bor, xuddi Setkami? sechni pashshani ko'ziga o'xshab ko'rgandek. Ko'rsatib, mozaika bo'lib qoladi. Mozaika bo'lib qoladi. Nimaga unaqa bo'ladi u? Kachistasiga? Tolali bo'ladi. Tola o'tgan bo'ladi, har kabelchidan simla. Shunaqa ketadi. Sen olganingda u uchun o'zida kamerasi bor bo'ldi. Bitta sim ketgan bo'ldi. Shu narsaga qarash kerak. Misol, mana shu stakanni ham ishlatuvchi tegi qiriladi-yu. Unda xuddi shunaqa, rastvorga tushirib tegadi, u yoqqa bu yoqqa tegadi, tegani bari rastvor turganda bu kuydiradi rastvor ham. Ichidagi qobig'ini, plastmassaviy qobig'ini, o'sha stekloviy qobig'ini baribir u nima qiladi. Ishqalanadi. Shu misdan ushlab olib, shunaqa ishqalaydi uchini. Yuvadi, endi bari steriliy bo'lishi kerak-ku. Yuvgan paytida ham baribir o'tda mayda-mayda qirilishlar bo'ladi. Shuni hisobiga ham qirilish boshlaydi. Lekin ko'pchilik lorlar sifat pasayadi deb o'ylaydi, lekin undan emas. Light source bor-ku, осветитель. Svet istochnik. O'shani svet pasayadi-da. Pasaygan o'shani svetni almashtirsa, sifati ham yaxshi bo'ladi. Bunaqa holatlar ham kuzatiladi. Lor jarrohligida yana sarf materiallar ham bor. Ularga ham e'tibor berish kerak. Lor sarf materiallarini tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Nimalariga tejash kerak emas? Aynan sarf material bo'yicha yozda Hindistonga borib keldim. Sarf xarajat bo'yicha operatsiyaga tutgan chempion. Qarang. Yo'q, men rostdan buni operatsiya paytida sarf xarajatiga qarab havas qilsa bo'ladi. Ya'ni narani boshida aytdik-ku, chegaram shart emas edi. Qo'limdan yulib yuboraman dedi-ku. Buni Bilaman nimani. kesam, kesadi. Shuni sarf xarajati naborotida ayamaydi.
sarf materialini. Ha, o'shanga ham zo'r. To'g'rimi? Endi bahoyi uchun rahmat. Qarang. Расходный materialni ikkiga bo'linadi. Ya'ni olib tashlanishlari bor. Bir umrga qoldiriladigani bor. Misol uchun burun operatsiyasida sprintlar, menasel, tampollar. Uni zo'r qimmatini ham olish shart emas. Uni aytaman nimagaligini. Quloq operatsiyasida bir umrga qolinadigan plastmassaviy yoki titanli implantlar bor. Protezlar bor. Birinchisi burunga qo'yiladiganlarni aytaman. Hindistonga bordim. Katta расходный material ishlab chiqaradigan zavod kirdim. Kirdimda o'sha yerda ko'raman, amerikanskiy firma zakaz qilyapti. Amerikanskiy firma. Gaplashtirib ko'rsatyapti brendini. Mana shu mendan oladi deyapti. Millionlab sonda oladi deyapti-da. Amerika u zikrotiyan metroni yoki boshqa taku brendoviy narsalar o'zi qilmagan. Hindiston zakaz qilyapti. Korobkasini ko'ring, yopishtirib qo'ygan. Export to USA shu nom bilan yozib qo'ygan. Mana mendan oladi deyapti, yo'q deyapti. O'sha glavani qilgan ko'rishdim, 3 litrlari bilan zavod pol aytib chiqdi. Mana siriniy условияda. Men plastmassa sifati yaxshi farqliman-da, chunki odamlar o'zi uncha ishlab chiqaradi, plastmassani tushunaman. Qanaqa plastmassa, qanaqa sifati, qanaqa markasi, pishivmi u yoki vtorichkami degan joyi bor, yoki BPA free degan toksik ta'sirlari bor. Ya'ni plastmassani ham, silikonni ham meditsinskisi bor. Meditsinskiy tana bilan chiqishadigan turi bor. Plastmassa. O'shanisi bor. O'shaning uchun ham ko'rib biz tanlab o'sha protezni biz ishlatamiz hozir. O'sha firma nomini aytmayin, bunaqa reklama qilmaslik uchun. Borganda ikkinchi firmani ham ko'rdim men. Ikkinchisini, ya'ni boshqa ishlab chiqaruvchini ham. Men ko'rsatdim zavodlarni desam, ya vaqtim yo'q, unaqa o'zini olib qochyapti. Keyin so'rab surishtirsam, aytayapti, bular deydi, biz bilan oldin ishlagan, alohida chiqqan oddiy uyda podvalda yerda o'tirib podvalda yig'adi o'qiyapsan. Men hamma sertifikatim bor deyapti. Mana deyapti. Katta zo'r marketing qilgan, zo'r tizim qo'ygan. Ana shunaqalardan biz pul ayamaymiz. Chunki kimgadir nima qo'yayotgan bo'lsa, biz o'zimiz yaqinimizga qaniymiz rasxodniga. Men hamma joyda aytaman, konferensiyada ham aytaman, o'quv kurslarida ham aytaman buni. Ya'ni pul ayamayman rasxodnida. Chunki shu narsada quloqqa qo'ygan narsa ertaga karli berishi mumkin. Karli. Bu dunyoda qutulib qolarsan. Pasmas unaqa bo'ldi. U yerda qana qutulasan? Yo'qda. Shuning uchun bu narsaga qattiq qaraymiz. Burunga qo'yayotgan meras rasxodnilar, plastmassalarni ham imkon qadar tezroq olib tashlayman men. Uzoq qoldirmayman. O'shancha aytayotdi-yu, plastmassada ichmay, mana bunaqa shishada ichgan deb. To'g'rimi? Ana moda bo'ldi hozir. Nano частичный plastikka tam odam organizmi 1000 gram plastik yuradi. Butilkadan ichma, kullerdan suv ichma deb yurishdi hozir. Nimaga? Plastmassa chunki o'rganilmagan oxirigacha. Shuning uchun dori olsam ham plastmassali idishda ham navakin infeksiya olmayman men. Shishalikni olaman men. Suv olsam ham harakat qilaman shuni butilkalikni olishga. Kachitasi yaxshi. Kachitasi endi o'sha pul bar boshiga o'zi sog'likka. Xuddi shunaqa. O'to'llarda hech qachon rasxodni pul ayamaganmiz. Suyidan qonab qolsa, suyini to'xtatadigan turi ham bor. Misol uchun miya suvi oqib likvariy bo'lib qolsa, kligash turadi. Operatsionni tayyor turadi. O'tbetga borsam turadi. Misol uchun sizda ham nima rasxodni qolmasa, menda bo'ladi-da u. Men zakaz qilganda optim 10 ming, 20 ming dollarlar qilamiz zakaz. Zapas tursin deymiz hatto. Oddiy tikadigan kimdirlar 10 ming anaqa iplan tiksa, biz ham 40-50 ming iplan tikamiz. Nimaga? Chunki sifat mana operatsiyamni natijasini ko'rsatib beradigan narsa mana shu rasxodnilar bo'ladi. Bor, joyi bor. Ishlatadigan. O'sha joyiga ham men yaxshi topib qo'yaman. Chunki talab shu. Chunki eskidan talab shu bo'lganda bizda. Ustozlar talab shu bo'lgan. Yaxshi ishlatadigan. To'g'ri, endi unchalik yani nima qilmaymiz-ku biz. Maksimal darajada rasxodliklar, ya'ni ishlatadigan, operatsiyaga ishlatadiganlar o'zi kachitni bo'lsa zo'r. Ayniqsa ko'pincha men ham komandirovkaga borganda ipga e'tibor beraman-da. Bo'lmasa o'zi ikkita dona ip qo'yaman.
Splint bilan birga 3 ta dona bo'lsa kerak. 3 ta uzil. Bir xil aytadi, o'zi 2 ta dona qo'ysang, o'zi shunga ham shuncha. Именно o'shani o'zi oxirgi momentda asab ketadigan narsalardan bittasi bo'ladi. Keyin yomon bitib qolishiga ham shu sabab bo'lib qoladi. O'shanga ham rasxodniklarga ham rostdan o'zim ham e'tibor beraman. Tashqarida boshqa joyda yursam ham shunaqa mana tuyg'unga ham qarab rostdan ham ko'rib olamiz-da hozir. Bir xil joylar bor. O'sha rasxodnikni 2 marta ishlatadi, 3 marta ishlatadi. Shu rasxodnikda pul-da-u. Tursa 50 ming so'm turadi. Yoki 50 dollar turadi. Qulog'iga misol protez qo'ysak 50 dollar, 100 dollarlik bor. Uni ishlatmasa 200 dollarlik bor. Bor ishlatayotganlar. uni qanday oladi? Ichida qolib ketadi. Protezlarni misol. Reoperatsiyadan chiqib qoladi yig'ib. Borda ertasiga 8 ming, 9 million, 1000 dollar olsa operatsiyadan. Ayami to'kib qo'y, sochib qo'y rasxodnikni. Nimasiga e'lon qilib? Eng qizig'i aytaymi? Operatsiyani rasxodnikiga bu narsalar kirgiziladi. Eng qizig'i. Rasxodi Rasxodnik ham shuni kirgiziladi. Misol uchun mana o'zim ham hozir bitta operatsiya qiladigan bo'lsak, septoplastika nima rasxodniklar kerak? O'sha narsalarni ko'rib, o'sha rasxodnik baribir to'layotgan bemorni pulidan chiqib ketadi u narsa. Lekin u rasxodniki ichida ham foyda klinika qilishi bu noto'g'ri narsa. birinchi marta eshitishim to'g'ri. Spangasdan bor, bilasiz, Spangasdan. Misol 200 ming, 250 ming turadi Spangasdan. Bizni turbinoplastika qildik, splint qo'ydik. Misol uchun qo'ysam bo'ladi oddiy leming ko'l mazga yoki mitral mazga turundiq tiqib qo'yish. Yo'q deyman. Olganda anaqa qo'ygin deyman, spangasdan ochgin deyman. Bitta spangasdan bitta bemor ketadi. Agar burni katta bo'lsa, ikkita ketadi. Bu degani splintis, misol uchun 25 ming so'm. Ipis 25 ming so'm deng, uni ham 50 ming so'm. Keyin spangasdan ikkita ketsa, qancha bo'ladi tushunasiz? 500 ming xarajat bo'ladi. 500 ming. Xillar bor, oddiy tamponni tiqib tashlaydi, bo'ldi. Bu ish emas. Nimaga men ishlataman buni? Operatsiyadan keyin bemorga kamroq kontaktda bo'lish uchun bemorga. Tegmaysiz, ortiqcha cheska qilmaysiz burnini. Qiynalmaydi. Bu bemor tomonidan. Lekin men tomonimda mani magistr ordinatorlarimiz bilaniki. O'sha kasal oldiga kirib vaqtini sarflamaydi cheskaga. 20 minut ham vaqtini sarflamaydi. Birinchisi. Bunaqadan bir hafta davomida sarflamaydi. Bir hafta u gubka o'z so'rilib ketadi. Ikkinchidan, biz uni cheska qilish uchun nasovol zerkali отсутствует trol olib kirmaymiz. Sterilizatsiyani o'zidan biz 100 ming so'm ekonom qilamiz. Rostmi? Kuniga 100 ming so'm ekonom qilsak, biz bir hafta 10 kun davomida salkam 1 million pul ekonom qilib qo'yamiz. Boshida biz 400 ming yaxshi narsa ishlatganimiz uchun. To'g'ri, hammasi bir-biriga bog'liq. Ya'ni matematikalar shu yerda, to'g'ri kimdir narsa ekan, kimdir kelmagan. Ya'ni bizada o'zimiz noldan olib chiqqanimiz uchun, tajriba bo'lgani uchun shu narsaga yetib kelganmiz. Qanday sarf materiallari ko'pchilik vrachlarning e'tiboridan qolib ketgan, lekin muhim hisoblanadi. Bittasi Solisel. Solisel marleysi bor. Hozir turbinoplastika qilsak, biz hayat qilamiz, chaqalonni o'rab qo'yishga o'sha bilan. Perforatsiyada ham yaxshi, ko'p qo'yamiz. Misol ekvalik bo'lib qolsa ham shu Solisel o'zi bilan qilib yuboramiz. Necha pul beradi hozir Solisel? 250-300 mingga boradi. Har xili bor uni. Tolali bor, oq paxtaga o'xshagani bor. Arzonroq. Qimmatroq yuradi u. 1 million 700 ming boradi u. Lekin Solisel marli ko'p ishlatiladi. Bonvax. Kutanplas. Kutanplas Spangasdan o'xshagan. Ko'pchilik Kutanplas ishlatadi, lekin biz Spangasdan bilan Kutanplas ishlatamiz. Lekin oxirgi payt Kutanplas olmaymiz, tez so'rilib ketadi quloq operatsiyada. Shuning uchun quloq operatsiyada faqat Spangasdan ishlatamiz. Yaxshi firma o'zini oqlagan. Burunga ham qo'yasan? Burunga ham qo'yamiz. Kutanplas juda ham unaqa sineki bo'lib ketyapti agar ko'p bo'lib ketadi. Ko'p yopishadi. Silikon shitli. Silikon plastinkalar. Misol uchun burun to'siq perforatsiyasi bo'lganda ham burun pastga tubi, pastga burun yo'li tepalarigacha silikon qilib tikib qo'yamiz.
ko'pchilik perforatsiya yopyapti, lekin shu ham qo'ymayapti. O'shaning uchun ham orqa qismi teshik ko'payib ketyapti. Ya'ni asosiysi bu Solisel, Spangastan. Spangastanda boshqa analoglarni ishlatishadi, ular yaxshi emas sifati. Tez so'rilib ketadi. Keyin Bonvax. Suyadan qonlagan payt shuni olib chaplab qo'yasiz. Kostni voskda chaplab qo'yasiz, to'xtaydi. Xuddi Xitoyda kley chiqdi-yu, Suv chiqadi. qo'shda mliq qo'ysa suv Yopadi. mana shu uchta asosiy, manimcha kley hali prinsipialniy emas kley. Asosiy расходный ko'p joyda yo'q. Tushunarli. Sarf materiallarni ishlatishda yo'l qo'yiladigan xatolar. Manimcha ekonom bo'lsa kerak, ekonom qilish. Qolgan o'sha jarayonda qo'yishda, ishlatishda hech kim kamdan kam To'g'ri ishlash. Yo'q, yo'l qo'yishadi demoqchisiz. to'g'ri, повторный, sen aytgandek, повторный ishlatish bor. Lekin повторный ishlatmaymiz, chunki plastmas avtoklav tiqib olishadi yoki statinga tiqishadi. Erimaslik uchun plazmaga tiqishadi. Baribir plastmassada ham o'zini ma'lum gradusi bor. Qiziganda o'zidan zaharli modda ishlab chiqaradi. O'shaning uchun tepada 2 minut turadi. 2 minut turadigan. Bir marta ishlatadigan hisoblanadi. Singingiz turadi. Shuning uchun bir marta ishlatish, ya'ni qayta ishlatish xato o'sha va noto'g'ri joyda noto'g'ri rasxodda ishlatish. Misol uchun Spangastanni Solisel. Misol uchun fes operatsiyada bolalarda ishlatasiz, qo'yasiz, lekin olib tashlamasa chanillash kuchli berib yuboradi. Ya'ni to'g'ri irrigatsiya qilmasdan. Bu yerda tajriba, shifokor tajribasi uzoq yillar davomida yig'ilgan tajriba bo'ladi. Ya'ni o'sha doktor o'sha joyda ustozi qotgan paytda kelmagan bo'ladi-da. Kirmagan bo'ladi. Tushunarli. Parvarishdagi xatoda, ya'ni uni qo'yish bor, uni olish bor. Uzoq qoldirib yuborsangiz ham burun misol spin qo'ysangiz, burun to'sig'i bo'kib qoladi, ya'ni shilliq qavati. Shuning uchun ham rinoplastika qildik, perfa yopdik. 3 santimetrli perfa. Katta. 10 kunda olib tashladik splintini. 10 kunda. Yaxshimi? Zo'r. Oldin esimda bo'lsa 21 kunda olardik. Ya 1 soatdan bo'lmaydi. 21 kunda olamiz edi. Hozir 10 kun, 3 santimetrli perfani. Shu yaxshi, bunaqa birinchi marta ko'p. Maksimum 14 kun turibdi, maksimum tursa. Perfada. Tushunarli. Endi tajribalarda ko'p kuzatilgan shu realniy keyslar haqida gaplashsak, eng esda qolarli holatlar. Mana masalan, tajribangizda eng ko'p uchragan asorat, Asoratmi yo'q, qaysi asorat eng ko'p uchragan? Sizni masalan ko'p narsaga o'rgatdi. Man aytishimki, oxirgi случай ekstremniy riski ham baland, lekin yordam bermasa ham bo'lmaydi. Yordam berib bo'lganimdan keyin maza qilganman. Shu narsa tushunib yetib bera qoluvchi. Bemor, homilador, 8 oylikda burunida kiritish shpalit bor. Ya'ni burun nafas olmayapti. Homilador, 8-oyga yaqin. Qorni katta. Nima qilsang qil, menga yordam bersang bo'ladi. Unga narkoz berib bo'lmaydi. Messinda operatsiya qilsa, lidokainni qilsa ham puls ko'tarilib ketishi mumkin. Og'riq sezsa ham buni endi bo'lmaydi. 8 oylikda. Lekin yordam berish kerak. Bitta tabi yana tonus yopib turibdi, yana qonash xavfi ham bor. Hammasi qo'shilgan. Xudoga shukr, yaxshi ham katta emas ekan. Shuni перекоротkan o'zida chiqib qolgan. Akkurat qilib oldim. Xudoga shukr, o'sha yerda operatsiyani o'zida maza qilib nafas oldi-da. Shundan u risk ham katta edi, shunga yarasha bemor o'zi ham kelganda yo'q, shu olib bermasangiz bo'lmaydi, nima qilib bo'lsa ham. Ya'ni ustiga meditsina qilish kerak shunaqa. Endi agar общий narkozda bo'lsa-yu, misol uchun risk bemalol kirib ishlayverasiz, sizga bemalol bo'ladi. Lekin ustiga u meditsina yana har bitta qadamda reaksiya bildiradi. Ko'proq обезболивающий qilishni ham bilmaysiz, kamroq qilishni ham bilmaysiz. Bu yerda puls ham o'ynaveradi, davleniya ham ko'taradi. Shu yaqinda oxirgilardan bittasi. Tushunarli. Turg'un aka sizlarchi? Operatsiya payti turib yugurib ketgandi. Yo'q, har qanaqasidan bor. Sen
Mm, Endi eng hayron qoldiradigani bor. Bir tomondan yaratadigani bor. Bir tomondan xursand qiladigani bor. Bu hammasi bittadanmi o'shani? Bitta bemorda. Farg'onadan kelgan bemor. O'sma. Oxirgi o'sma kelyapti bizaga. Reoperatsiya ko'p, juda ko'p. Buni og'irlari keladi. Shu aytamiz, shu og'irlarni olishimiz kerakmi, risk deymizda. Sadometrlar ko'p san qilmasa kim qiladi deydilar. O'shanga oldik. Olayotganda ham bemorga aytdim, bitta man qilmayman. Respublika bo'yicha 3-4 klinika bor, aylanib chiqing. Mash klinikalar. Mash odam. Mash telefon nomeri. Borib keling, ko'rinsa, sizga ixlos qildim, qizim siz anaqa qilibdi dedi. 3-4 marta qaytardi. Onkologik bemor. Oldik operatsiyaga. Endi bizning shu onkologiya chiqadi. Katta qilib kengaytirilgan расширенный радикальный biopsiya dedi. Biopsiya oldik, berdik. Endi ko'p o'sma yurganimizga bilamiz, что yo bu rak, yo bu yaxshi sifat. Shu bilinadi shunda. Olganimizda karsinoma chiqdi unda. Rakda. Og'ir, xavfli, juda xavfli. Chiqdi, bemor tushuntirdi, IGHL qilindi hammasi. Endi onkologiya borib kimyoterapiya olasiz deymiz. Xo'p dedi, ketdi. Keyin 15 kundan keyin kelyapti, hammasi zo'r. Chotki, zo'r bitgan. Kimyo olasizmi desam, men shu olmadim de, doktor shuni deydi. Boring, onkolog yubordi, yana palon borib, o'zi skrin bosib qo'yilgan, yaqinlariga ham tushuntirilgan. Bordi yana, bir oydan kelyapti yana. Yo'q, olmagan yana. Karsinoma bo'lmasa. Yomon qilib tashlaydi. Bitta metastaz bersa. Olmagan, 1 oy o'tdi, 2 oy, 3 oy o'tdi. Har kelganda olmayapti-da, уже gapirish foydasi yo'q-da bemor. Burunni zo'r. Metastaz yo'q, tarqalish yo'q. Mani olmayotgan ekan, MRT qilib повторный ko'rdi yana. Top-toza. To'g'ri, Alloh marhamati bilan toza olib chiqdik. Demak, karsinoma bo'lmagan unda. Karsinoma bo'lgan. U men bunda bir tonna narsani berganmiz. U shunaqa narsaki, ko'z oldinga chiqib ketgan. Men bunda o'sma ezganda, ko'zni ezgan, mamitdan teshgan, qoshdan teshib, buyoqqa chiqib qolgan o'sma. Tasavvur bo'lsa, ob'yemi burunda ishlashga, shever yedirishga joyi yo'q. Ob'yem olsa, mana shunda bir chelak olib chiqdik-da ichidan. Xudo marhamati bilan tarqalmadi ham, boshqa narsa ham bo'lmadi. Birinchida o'ylanganim risk, yosh katta yuradi muammosi bor. Ikkinchisi chiqyapti, karsinom o'sma chiqyapti. Uchinchi narsa chiqyapti, bu yerda yana u qilig'i kimyo olmayapti. Ya'ni men bu bilan kimyo olish kerak demoqchi emasman. Bu yerda ilohiy tavobat ham bor-da. Ilohiy tavobat ham bor. Bor. Zamonaviy bizning tibbiyotimiz, ilohiysi ham bor. Ya'ni ixlosda ham gap katta-da. To'g'ri, ixlosda. Ixlos bilan borsangiz, doktorga bitta duo shifo topadi ona. Shunda ixlosda bemorlar ko'p. Shuning uchun ham men qo'raman demayman. Meni perfa aytaman, xursand qiladi deyman, borgin deyman. Lekin bitta ustozimiz bor deyman. Bitta sayt ekan, ular qiladi deyman. Va aytaman, xursand ko'radi. Xursand o'zi ham menga ko'radi deyman. Zo'r, o'zi qilsa ham bo'ladi. Lekin bor mashq yo'g'ini naqfiyin. Bilaman, xursand yuborib bir narsasi bor deyman-da. Bir borga menga yubordi deymiz. Ya'ni bemorlar to'g'ri informatsiya olsa, ruhan tayyor bo'lsa operatsiyaga biz unga yuboramiz. Ko'rib kelsan, bitta men qilmayman deb. Chunki sarfar markazi yaxshi deydi-da. Siz aytasiz, yo'g'inaga siz zo'r qilarkansiz deydi, bittasi yuboryapti. Reoperatsiya bo'lgani bitta tuyg'unda bor, shu gamir teshik kattalarga apparat debdi. Yani kelib o'zini sindoshi. Unsa sana qilasan, boshqasiga xabar qiladi, bir ikkisini oshiq odam qiladi bu operatsiya. Bitta men u apparat talab qilmaydi. Shunaqa miyaga quyib yuborganlar bo'ladi-da bemorlarda. Shunaqa holatda men to'xta deyman. Oqsanga bor, azotamiz bor, boshqalar bor. Borgin deyman. Sal ko'zing oldida tuyg'ani zezda bo'lib qolmasin deyman. Bitta menga ishonib qolmagan deyman. Shuna bemorlar ko'p, og'irlari ko'p, yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Minnatdor bo'lgani ham bor, bo'lmagani ham bor. Chunki garantiya so'rash hozir moda bo'lgan. Shuning uchun bitta naqa bilan tugataman.
hayit kuni, bayram kuni bir telefon botdi. Olib bilsam, ayol kishi. Doktor, yaxshimisiz? Bayramingizni tabriklayman deydi. Rahmat, rahmat dedim. Tanidim, eski bemorimiz. O'sha ayolga qiynalgan yordam qilgan ekanmiz. Bolasiga ham, o'ziga ham eslab qolgan. Har bayram telefon qiladi. Shuni adamni zo'rgap aytdilar. Minnatdor bo'lish bor. Minnatdorligini bildirish bor. Tushundingizmi? Minnatdor bo'lish bor. Husan rahmat operatsiya qilib berdik, minnatdorman deydi. Kimdir pодаркlarga olib kelib beradi. Minnatdorlik sifatida-da. Minnatdorligini Bildirish bor. qanaqa? O'sha ayol har bayram telefon qiladi. Hayitmi, yangi yilmi, tug'ilgan kun bo'lib qoladimi, nimadir bo'lib qoladimi, bayramingizni doktor telefon qiladi. Har bayram. Yilda 3 yilni to'liq olib qilgan operatsiya o'sha. Har bayram telefon qiladi. Minnatdorligini Bildiradi-da. Mana shu gap oxirgi gapda hozir. Adam aytganlar, minnatdor bo'lish bor. Minnatdorligini bildirish bor. Bitta tibbiyot sohasida emas, hamma sohaga bu tegishli. Va ustozlarimizdan ham biz minnatdor bo'lamiz, lekin duo qilib, ulardan minnatdorligimizni ham bildiramiz-da. Xuddi shunaqa sizda ham. Apparat sotasiz, minnatdor bo'lasiz sizdan xarid qilganiga. Va servis sentr bilan minnatdorligingizni ham bildirib turasiz, bayramni eslab turasiz-da. Ya'ni bu hamma sohaga integratsiya qilsa bo'ladi-da, bu narsani. Shunaqa. Biz ham minnatdormiz gapirganingizdan, taklif qilganingizdan. Qiziqarli va foydali suhbatlar uchun rahmat. Albatta, kimgadir hamkasblarimizga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Qaysi bir qismi albatta vaqt ketdi bu narsaga. Biz bu vaqtni misol oilaga yoki ilmga sarflasak ham bo'lardi, lekin chaqirilgan joyga labbeda borish kerak. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Ovozimiz sizlarga rahmat. Siz vaqt ajratib kelganinglar uchun. Kimgadir ozgina odamga bo'lsa ham qaysidir gaplarimizdan tuyg'uni bitta gapi, sizni bitta gapingiz, mani bitta gapim foydali bo'lsa ham o'sha bu ajratgan vaqtimiz bekordan-bekor sarflamagan bo'ladi. Ko'rilmet korxonasiga ham ishga bosh tilaymiz. Albatta, yurtimizda yetakchi shunaqa tibbiy uskunalarni ta'minlash bo'yicha liderlardan bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Bu Ko'rilmet podkasti edi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.